ovqatlangan kun. Men asosan qalba savol o'zimda. Yo'q. Ana olganinglar olganmiz. Yaxshi asal. Ana uni ham lekin yeb ko'rmagan. Kichkina. Mazalimi? Babashmi? Yo'q, men kolbaskani oldinglar. Savol. Uzunchoq palchikaligini oldik. Anisi olmaganmiz. Noxat. Magizga o'xshaydi. Qilaman edi. Hammasini atsent qilsa bo'ldi. Do'cha hozir temada. Golubika bu minimalizm bilan vabi-sabi stilida ko'p ishlatiladigan meva. To'g'rimi? Degan deydi qadam qo'yamiz. Bu narsalarni qilmasa bo'ladi. Zakat. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi birinchi podkastimiz, birinchi ilk qadamlar nima deydi? Ancha qiyin bo'lgan bo'lsa ham, lekin lokatsiya vроде yaxshi tanlandi. Juda ham zo'r. Nima deydi? Odamlar tushunarmikan? Lokatsiyani biz ham qilamiz, glавный. Bo'ldi. Tak, bugungi mehmonlarimiz o'zim Bekzod, hamma taniydi уже. Abdurahmon iSwiss-niki bilan mashhur, Ibrohim Ikavizual. Ikkita kuchli interyer, eksteryer, vizualizatsiya bo'yicha zo'r mutaxassislar birlashib Control Bureau degan studiya основать qilishgan. Shu yerda savolimda yozib qo'yganman. O'zi bu studiyani kelib chiqish tarixi, o'zi nimadan ideya bo'lgan, qanaqa yig'ildinglar, nimaga bu qanaqa bu ideyaga keldinglar degan savol paydo bo'ladi. O'zi birinchi o'chiribdi. Rahmat Bekzod aka mana shu organizatsiya uchun. Bu xonada aylanib oldi. Lokatsiya вообще ideal tanlangan. O'sha format to'g'risi gapiradigan bo'lsak ham anchadan beri bizga kerak bo'lgan formatlardan menimcha boshlagansiz. O'shanga ishingizga rivoj aka. Rahmat chaqirganingiz uchun. Вообще xursandmiz juda ham. Mana xursand. Xayrli bo'lsin, xizmatli bo'lsin. Xudo xolasa. Oxirigacha turamiz, xudo xolasa. Glавное, videomiz hammasi yaxshi chiqib, oxirigacha yaxshi yozilsa bo'ldi. Zapis qilayotgan bo'lsa bo'ldi. Просто bunaqa lokatsiya shunisi qiyin, что bunaqa uzoq joy ketganda xato ketsa уже безвозвратный. Уже keyingi safarga Eski telefonda отдельно запись qilib qo'yamiz ofisga borib olib. Da. Savolingizga qaytariladigan bo'lsa, Давайте boshlaylik. tak, Control Bureau. Siz boshlang. Boshlaying. Nechinchi yildan boshlanadi? Nechinchi yildan qilib shundan boshlaylar? 22-larda bo'lgan. 22 mana shunaqanchi yilda. 22-yil noyabrda bo'lgan. Noyabrda boshlangan. Abdurahmon bilan ko'rishganmiz. Seriozniy razgovor bo'lgan. Qanaqa kelib chiqqan edi? Xullas, ko'rishib gaplashganimizda men ungacha ham уже ishxonadan ancha bo'lgan edi, ketib bo'lganimga. 6 oy, 7 oy bo'lgan edi. Ko'chada o'zim zakazda topib ishlab yurgan edim. No firma yo'q edi, naзвание yo'q edi, чисто o'zim. Ну как freelance desam bo'ladi, no dizayn sohasida tam orada vizualizatsiya. Xullas, nima ish bo'lsa, hammasi bilan ishlab yurilgan payt bo'lgan. Keyin nima sababdan именно firma qilish maqsadi ochilgan? Birinchi o'chiritda baribir ham o'zimizning talantlarimizga qarashimiz kerak edi. Baribir Xudo bergan talant bor har bitta odamda, undan boshqa narsaga menimcha hech kim yaramaydi. Bundoq qaravamiz, uni qilib ko'ramiz, buni qilib ko'ramiz, qarasak hech narsa qo'ldan kelmayapti. Lekin qo'limizda hunarimiz bor, o'sha yoshlikdan tekshiruvdan o'tib bo'lgan hunar, talant bor. O'sha talantdan kelib chiqqan holda firma qilish maqsadi bo'ldi. Abdurahmon bilan ancha yildan beri qarindoshimiz. Eng muhim qanaqasi? Nima deydi? Faktorlardan o'tasi. O'zi niyat ham qilgan edik, ochsak ham birga ochamiz deb. Bitta o'tirganmiz, u paytda. Qayerda gaplashdik? Anaqada gaplashganmiz. Podvalda coworking bo'lardi, oti nima edi? Hubda podvalda o'tirganmiz. Yo'q, birinchisi hubda bo'lmagan. Birinchisi men o'sha bitta studiyada ishlayotganimda ko'rgani borgan Ibrohim. Keyin birga ketishimiz kerak bo'lgan. Birga ketishimiz kerak bo'lmagan, birga ketamizmi deganmiz. Bo'pti, ketdik deganmiz. Yo'lda uygacha peshkom ketmoqchi bo'lganmiz. O'sha momentda ochilgan mana shunaqa. O'zi nima, kim inisiativasi? Главный to'satdan ideyani berib qolgan. Ibrohim. Yaxshi. Chunki men itak ishlab yurgan edim. Ibrohim shuni o'ylab yurgan bo'lgan. Senga yoqib tushdi bu narsa.
Da. И mana eng anaqasi bir kun kelib, o'sha Ibrohim aytgan gapi, bir kun kelib agar keyinchalik san ochadigan bo'lsang yoki hozir men ochadigan bo'lsam, qachondir menga sandek odam kerak bo'ladi, senga mendek odam kerak bo'ladi. Davay nimaga yo'q, ikkalamiz ochsak shuni. Zo'r gap bo'lgan ekan, rostdan olgan. Realda. Da. Chunki men ko'pchiligiga aytaman, Abdurahmon bilan biz tandem bo'lgan-ku. Abdurahmonni kuchli tarafi и kuchsiz tarafi любой odamda bo'ladi. Da. Abdurahmonni kuchli tarafi meni kuchsiz tarafimda, tushunasiz? Meni kuchli tarafi Abdurahmonni kuchsiz tarafi. Shunaqa qilib mana bunaqa yin-yang bo'lganda, probelni yopilib ketgan. Bir-biringlarni короче to'ldirib har tomonlama. O'shaning uchun ham shu kungacha yaxshi kelyapti, ishni bo'lishib olishimiz, kim nimaga javobgar bo'lishi, shu narsalarda ham kimni qaysi taraf kuchli bo'ldi, o'shanga beriladi. Kimga u narsa noqulayroq yoki tabiatdan unaqa talanti yo'q misol uchun. Menda misol uchun fizически katta ob'yemlar bilan ishlashda men qiynalaman juda. Geometriya bilan ishlashda men qiynalaman. Men ko'proq shu tvorческий tarafga javob beraman-da. Abdurahmonda massivniy narsalarni tez ishlash, качественный ishlash juda ham zo'rda. O'shaning uchun mana shunaqa qilib kelishib ketilyapti. Xudo xohlasa shu kungacha problema ham bo'lmadi. Menimcha juda ham zo'r tandem. Hozir komandamiz ham zo'r rivojlangan. Qancha ko'payib ham qoldinglar? Hozir 6 kishi bo'lib ishlayapmiz, endi рабочий proyektlar freelansga berilyapti, lekin komanda zo'r. Komanda zo'r. Hamma o'zimizdan o'sha bir xil fikrlaydigan, vkus bor, качественный ishlab, talanti bor, glavniysi bolalar bilan shakllanganmiz. Talanti ham, harakati ham, bilmagan narsadan qochish yo'q. Misol uchun animatsiyada bo'ldi yaqinda. Hali qilib ko'rmaganmiz, lekin qildik, yaxshi chiqdi. Eksperiment, udashni. Da. Zo'r. Anaqa, endi mana boshladinglar-ku o'sha 2022-yilda. Kimda qanaqa opit edi, misol uchun, o'sha necha yil bo'lgan edi boshlaganingga? Menga именно 3D Max'da ishlashga ko'p bo'lmagan edi. O'zi общий aytadigan bo'lsak, 2015-yil boshlaganmiz, baravar boshlaganmiz, bitta joyga borganmiz, shogird bo'lib. Keyin orada menda uzilish bo'lgan. Menda qanaqa uzilish bo'lgan? Men armiyaga ketganman 1 yilga. Undan oldin 6 oy vatanparvarda o'qiganman. Xullas orada 2 yilim menda yo'qdi. Uzilish bo'lgan. Armiyadan kelganimdan keyin srazi men bu sohaga kirmaganman. Birinchi borib televideniyega topshirganman, dokument topshirganman. Dokumentimda o'sha kollej diplomi bo'lgan. Olmaymiz, to'g'ri kelmaydi deyishgan. Men nima qilay ekan deb boshim qotib yurib, xullas yana armiyaga ketamanmi deb o'ylab yurgan paytim Ibrohimga aytganman. Mana shunaqa armiyaga ketmoqchiman yana desam, chiroyli gap aytgan. Uni bu yerda aytib bo'lmaydi. Motivatsiyali gap. Motivatsiyali emas. Chunki kesatga mana aytaman. Davay, bugun kelgin degan borganman uyligiga. O'shandan boshlangan mana. Bu 2018-yilga to'g'ri keladi. 7 yil cho'g'im. Ana qarab qo'ychi. Zapis ketyapti. Telefondan? Tekshirib turaylik baribir? Da, ketyapti. 8 minut 50. Yaxshi, zo'r. Biroq sen adashmasam, o'sha men bilan boshlagansan-da. Da. 2015-yil edi. O'sha 15-yil 14 edi Abdurahmon. Da. 14 edi. 14dan keyin u yoqda ham ancha qiyinchilik bo'lgan. Hech kim u paytda esingizda bo'lsa, sekret bo'lardi. Любой narsani o'rgatish, virey настройкаlar fleshkada yozib berilardi, xullas scena berilardi, boshqa qilardi. Birga ishlab kelayotgan akalarimiz ham hech narsa berishmagan. Oxiri korona topib olganman internetda. Kim aytayapman hammaga ishxona deylik, korona. Qanaqa korona? Vireyda ishlash kerak. Yo'q bo'lganda. Ko'piryaniki endi boshladi. Da. Uyda internet yo'q. Vashta. Ana modemlar bo'lardi. Gigabayt sotib olinadigan, qotib qolib ishlaydigan, uzilib qoladi. Shanbadan skachat qilinardi, anu 244 kачествоda. И угадать o'tirilardi. Qaysi knopkani bosgan ekan bu yerda. Anaqa yozuvlar. Da, yozuvlar xira bo'lib ketadi. Shunaqa qilib o'rganilingan, shu 15-16larda mana shu koronaga o'tib boshlangan. Abdurahmon biza короче ikkita chetdan ketganmiz-da. Abdurahmon o'zini trapinkasi bilan ketgan, men o'zimni trapinkam bilan ketganman. Lekin oxiri baribir ko'rishganmiz. Baribir. Da.
Shunaqa bo'lgan o'sha 15-16 mana shuncha yilda. Hozir общий o'qib ketadigan bo'lsa 10 yil desa ham bo'ladi-da. 10 yildan oshib qoldi. Qara, o'zi qiziq voqea. Ko'pchilik bilmasa kerak, o'zi Ibrohim bilan biz Go'ziv dizayn tanishganmiz. Da. O'sha ayolim bilan ishlardik. Sen ish qidirib kelgan eding. Adashmasam oylik to'rkamuvda. Yo'q. U ham juda qiziqarli voqea bo'lgan. Go'ziv aka eshitayotgan bo'lsalar agar. Shu kevering 10 kundan keyin men bu, to есть meni proyektlarim bor edi. Men bitirishim kerak uni, bitirib topshiraman. 10 kundan keyin kelaman deb kelishuv bo'lgan. 10 kundan keyin chiqsam, yo'q, kerak, siz kimsiz deb turishdi. Undan ham yaxshiroq bo'lgan. O'shandan keyin Ma'ruf aka 3D vizualizator bor. Ha, Okrender. Ularga borganman, portfolio ko'tarib, men o'sha ishxonamdan ketib bo'lganman. De, o'tda ham olishmagan. Keyin Komoliddin aka bilan tanishganman, modellar. O'zi ko'rsam, anaqamiz nima dedi, bitta anaqaligi, misol uchun Ma'ruf aka ishlaganman. Вот, qarang, siz put chiqaring, siz faqat ishlab kelyapsiz, men atrofida aylanib o'tyapman. Keyin Komoliddin aka bilan gaplashsam, ular modellar edi, to есть ofislar o'sha Gangani orqasida domni tagida o'tirishardi u paytda. 5-6 shogirdlar o'tirardi. Kirsam modeling. Menga modeling etyapman-u, yoqmaydi. Hard skill bunda ko'proq. Men oldin ham yoqtirmaganman-da. O'tda to'g'ri kelmagan, xullas ketganman. Keyin nima bo'lgan? Colorum chiqib qolgan. Zavor aka. Da, Colorum chiqqan, u уже отдельный bitta kitob ochildi desa ham bo'ladi. Colorumdan keyin menda seriozniy ishlash boshlangan. То есть o'shanda bilganman, tvorческий ish bu nima? Качественный bu ish nima? То есть 4 ta modelni olib kirib, chiroyli освещение qilib render qilish bu dizayn emas. Mana shu понятиеga o'sha Zavur akaga eshitayotgan bo'lsa-da. Katta rahmat va haligacha rahmat deyman. Telefon nomeringiz bor esda-chi? O'sha yerda misol uchun katta opit bo'lgan. Именно qiyin proyektlar ustida ishlangan, bitta variant o'tmasdi hech qachon. Даже studiyani ichida o'tmasdi. To есть klient ko'rmaydi, uni o'zgartirmaydi. Klientga yetib bormaydi biz qilayotgan variantlarimizda. Haligacha misol uchun shu sistemada bizda, tushunasizmi? Mana shu sistema meni bilishim bo'yicha bu ключ к хорошему качеству desam bo'ladi. То есть yaxshi sifat olmoqchimisizlar? Именно shu подходящий narsani qo'yasiz. Сразу qo'yilmaydi. Misol uchun mana shogirdlar so'rashi mumkin, aka, qaysi modelni ishlatsam yaxshi chiqadi, qaysi materialni ishlatsam yaxshi, освещениеңiz yaxshi, o'shani qilsam menda ham yaxshi bo'ladi deydi. Mana shu narsaga javob tariqasida aytishimiz mumkin. Hech qanaqa zolotoy bitta pravilo yo'q, umuman zolotoy model yo'q, kamera yo'q, освещение yo'q, scena yo'q. Hech qanaqa narsani zolotoyi yo'q. Eng zolotoy narsa bu proba, praktika и ощущение bo'yicha tanlanadi. То есть qo'ydingiz, render qilyapsiz, средний ko'ryapti. Bu degani все, u narsangiz to'g'ri kelmadi degani. То есть hamma yo'ni tuzatsam, mana bu хорошо ko'rinadi degan narsa yo'q-da. Средний ko'ryaptim, все, oxirgi qo'ygan narsani olib tashlaysan, boshqa narsa qo'yasan. Har bittasi zo'r ko'rinaveradi, o'shanda oxirida zo'r narsa chiqadi. To'g'ri. Yaxshi. Tarixga ham qaytib oldik. Bildikki, что Ibrohim bilan o'zi oldindan eski tanish ekanmiz. Qancha parallelni tanish. O'shanda yodimda birinchi ishlaringdan bittasi ana bibliotekani qilgansan-ku, kutubxona. Buni ham tarixi bor. Chunki Go'ziv dizaynni aytdim-da. Mana bu 3D qo'ygan, ishini ko'raydi. Behance ham qo'yding-da. Da. Juda ham zo'r. Xo'sh kerak edi-da. hali ham zo'r lekin. 16-yil render qilingan. То есть 15-yil oxiri qilingan o'sha. 16-yil qo'yilgan. O'shanda уже kamerani, то есть koronani o'rgan bo'lib, почти o'rgan bo'lib, rezultat chiqarishni o'rgan bo'lingan payt edi. Unda даже Colorumda ham ishlamasdim. Yodimda. Bir bormoqchi bo'ldim-ku, yodingda bo'lsa. Qayerga? Go'zivdan уже ishdan ketib, Colorum. Zavur akaga, Ishlovdik bu proyekt ustida. Shunaqa bo'ldi, o'zimda studiyada ishlash anaqasi уже tuguvdi. Yo'q. Xohsha aytdim-ku, xarakterim shunaqa, kimnidir qo'lida ishlash, unaqa уже menda qanaqadir chidamlik yo'q. Qarasam, o'zim anaqa qilmasam bo'lmaydi harakat. O'shanda boshlandi studiyalar bilan firmasida emas, anaqa masofadan turib hamkorlik qilish. O'shanda Zavur aka bilan shu ideya boshlangan.
anaqa qilganmiz. Arena markaz. arena markazi. Ha, yopilib ham ketdi. Aywa. Atak zo'r chiqqan. Atak zo'r haqiqatan. Atak zo'r chiqqan. Maniguncha emas, anaqaga qilganing, ko'pis qilganing zo'r chiqqan. Kompas, Malika degan yaxshi chiqqan. Sizniki ham yaxshi chiqqan. Okey. O'zim qo'rqmagan. Hammasi bitta dizayn kodda bo'lgan-ku. Hozir o'zingiznikini yomonlasangiz bizaniki yo'q, u bittasi. Ya'ni vizualizatsiya o'rgaydi. Bitta chunki bari ko'proq ikkalamizda vizualizatsiya anaqasi baholanadi-ku. Tak, To'xtang. Abdurahmonni o'zi ozgina anaqa qilaylik. Nima deydi? To'g'risini aytsam. Botganmi? Yo'q, men Abdurahmonni juda yaxshi taniyman-da. Abdurahmon haqida ozgina ma'lumotim kam. Ozgina qisqa bo'lsa ham, misol uchun, o'zi haqida-da. Menda shu o'shanda boshlangan Ibrohim bilan ishlashimiz. Menda boshida Avtokadda ishlashni bilardim. O'sha kunga ko'rishganimizdan keyin ertasi kunimi, inningi kunimi, xullas o'sha kunlarda har xil joylarga borganmiz. Odamlar bilan ko'rishib, Ibrohim orqali borganman, Ibrohim bilan birga. Rustam aka, Afzal akalar bilan ko'rishganmiz. O'shalar bilan уже ishlashni boshladim. Orada men Max o'rganganman. Har shanba oddiy Ibrohim bilan uyga borib, uni boshini qotiraman. O'rgangan narsalarimni so'raydi, ko'rsatib beraman. Baribir boshida любой narsani bilmagan odam qiyin yo'l bilan qiladi. Uni oson yo'li ham bo'ladi. O'sha oson yo'llarini ko'rsatib bergan. O'sha sekin-sekin ishlashni boshlaganman. Eng katta menda mana shu burilish nuqtasi qayerda bo'lgan? Eng kattasi o'zi Design House'da bo'lgan. Lyubov Safronova bilan. O'zi katta istoriya. Design House. Chunki san haqingda o'sha Design House'dan eshitdim-da. Mahmud otam ishlaydi. O'zi ungacha qanaqa bo'lgan? Men yo'lga даже menimcha bormagan bo'lardim. Xullas Xivan dizaynga borganman. Xivan? Da. Xivan dizaynga borganman. Yo'da Anna degan dizayner, vizualizator, arxitektor ayol ishlaydi, direktori, xo'jayini. Ulardan ancha narsa o'rganganman. Именно rabochka qilishni, dizaynga ham sekin kirib kelish. Menda juda ham boshlanish nuqtasi bo'lgani uchun u yoqda prям wow deydigan rezultat bo'lmaganmanda, Insta ham o'qirdim u payt. Instadan chiqib borardim. Menda anaqa ko'p bo'lmasdi u payt. Nima desa bo'ladi? Effektivnost unaqa ko'p bo'lmasdi. Xullas 6 oy u yerda ishlagan bo'lsam, keyin ketishimga to'g'ri kelgan. Effektivnosti hisobiga. Anaqadan, Xivandan. Yo'dan ketib, Shkolat dizaynga borganman. Shkolatni eshitganman. Yo'da Mirvays degan taniysan. Xullas, taniydiganlar biladi. Mirvays degan dizayner bor. O'sha yerda shu yerda ishlagan. Ularni eshitganman, lekin ko'rmaganman. Yerda Madina, Sirojiddin, Fozil akalar bilan birga ishlaganmiz. Yerda ham 5-6 oy ishlaganman. Xivanda bitta aka bilan tanishganman. Hozir ham tanishmiz. Xislat akam bilan. Aynan ular, Xislat akam, Rustam akam, Ibrohim prям katta boost berishgan menga. Xislat akam o'sha payt Design House'da ishga kirgan bo'lganlar. Men orada Shkolat dizaynda ishlagan paytim, ular ham Xivandan ketib, o'sha Shkolat dizaynga qaytib borgan bo'lganlar. O'sha yerda haqiqiy anaqa boshlangan karyera. Opit anaqa. Da, opit boshlangan. Nima desa bo'ladi? Ob'yom ko'pligini hisobiga o'zi odam ishlayversa faqat nimagadir erishadi-yu, bitta narsani qilaversa. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Faqat hozir bu Shkolat yaxshi bo'ldi desam yoki Design House'dan aparatmi? Shkolatda? Yo'q, Design House. Design House'da. Shkolat dizaynda ham qanaqa bo'lgan? Erta ham katta anaqa bermaganman, men effekt bermaganman. Chista hali opit unaqa ko'p emas. Ko'p ob'yom qilmaganman. Yo'da Design House tigidagi ob'yom yo'q. Shunaqa. Lekin bilim bo'lgan-a, misol uchun Shkolat dizayni ozgina bo'lsa ham Da, bilim bo'lgan. Yo'da narsalar kimdandir o'rganganman. Misol uchun Fozil akadan arxitekturani. O'sha ishlar davomida opitim sekin-sekin oshirgan.
и dizayn housega rabochka qilishga borganman. Birinchi. Rabochka. Yo'g'i rabochkaga odam kerak bo'lgan. Keyin Lyuba render qilishni bilasanmi deb so'raganda bilaman deganman. Bitta JK bergan. Anaqasini eksteriermi yo anaqa? Eksterier unga dizayn fasadga dizayn qilish kerak, vizualizatsiya qilish kerak. И srok kam, bir hafta. Bir haftada ko'rishimiz Bu hali endi o'sha yerga kirib, endi nima desam, Endi birinchi qadamlar u yoq. Da. o'shani o'zida сразу unaqa yo'q. Da. И bir hafta bo'lsa, men 4-kuni ham hali почти hech narsa yasamaganman. Xislat ham aytgan srogingga qilishing kerak bo'lmasa yomon bo'ladi deganlar. Aytgan srokka bir amallab bitirganman. Yotib qolib ishlaganman, bitgan. И o'sha bo'ldi. Bu yog'iga menda vizualizatsiyaga o'tib ketgan. Bu hozir oddiy aytib berdi sizga. Men hozir endi realniy chetdan qarab aytib beraman. Unga bu объем berilganda Design House'da bunaqa ob'yomni qila oladigan odamlarning soni sanoqli edi. И bunaqa spetsialist o'zi bozorda sanoqli bo'lgan. Bu Abdurahmon u yoqda rabochkachi bo'lib, kirib, chizib o'tirgan bola edi. Случайно unga bitta zadacha kelib qoldi, qiyin zadacha. И buni olyapti-da, bu yorib yuryapti. То есть zo'r qilib beryapti. Shunchalik zo'r qilyapti. Bitirgandan keyin ertasi kundan keyin уже rabochka qilmagan Abdurahmon. Da. Уже faqat render qilgan. Abdurahmonda очередь bo'lgan уже proyektlarga. Qara, mana shunda savolda, bu narsa imенно o'tirdi, faqat render qilish skilli yaxshiroqligini kim belgiladi? O'zing bu narsani tushunib yetdingmi yoki o'sha Lyubov Safronova bu narsada sen potensial ko'rib, ko'proq shu zadachaga birlashtirib qo'ydimi? Yo'q, potensial menda balki ko'rgandir, chunki men baribir qilgan renderlarimni ko'rsatganman, lekin ular ham unaqa wow deydigan renderlar bo'lmagan-da. И именно bu zadachani ola oladigan odam bo'lgan edi. Qo'llarida ishlari bo'lgan yoki men olishim kerak bo'lgan o'sha ishni, xullas menga kelgan, olib qilganman. Zo'r. Keyin undan keyin nima rabochka bo'lmagan, qaysi? Rabochka bo'lgan, lekin уже rabochka bor. Davay Abdurahmon qiladi emas. Kimni uspet qilmayapmiz? Uspet qilmayapmiz Abdurahmon. Ishorasida qila olmaysanmi bo'lgan. И orada даже shunaqa moment bo'ldi. Lyuba bilan ishlayverdik. Oxiri kuratorlariga aytdiki, Abdurahmonga rabochka bermaylar. Men o'zim ishlayman Abdurahmon bilan. И bo'ldi, yo'g'iga umuman rabochka qilmadim. Уже топовый proyektlarni qilyapti-da, ya'ni. Podarочныйlar emas, boshqa emas, уже там частный заказlar, katta proyektlar, уже там birga ishlanyapti, asosiy dizayner bilan. И o'zi ham там dizaynerskiy dom qilgan, domni fasadini to'g'riltirish kerak bo'lgan. Как бы типа авторский дизайн bo'ladi. Lekin avtorskiy desa ham bo'ladi. Endi baribir Lyubani qo'li ham ancha katta bo'ladi. Endi misol uchun faqat qo'l bo'lib tam vizualizatsiya emasda. Unaqa bo'lmagan lekin. Zadacha qo'yilyapti, problemani выяснить qilinyapti и bajarilyapti shunisi. Zo'r. И bundan keyin baribir Instagramda ishlaringizni qo'yib borasiz. Menda qanaqa bo'lgan? Birinchi o'sha institutda o'qiyotganimda institutda bitta diplom защита qilayotgan bolani ishini ko'rganman. U Xvan dizaynda ishlardi. Men yo'da Annani ko'rganman, diplom защитасida shular bilan ishlasam zo'r bo'lardi degan ichimdan narsa o'tgan. 2 oydan keyin ular bilan birga ishlaganman. Tanishlarim shokolad dizaynda ishlagan bo'lardi. Birga ishlagan, shu paytgacha ishlagan bolalar shokoladda ham bir kun ishlayman degan narsa bo'lardi o'sha payt. Keyin shokoladga o'tganman. Xvanga kirishdan oldin Guzevga собеседованиеga borgan bo'lganman. Guzevda aytgan ediki, hozirgi zo'r ketayotgan anaqa spetsialistlardan bittasi Lyubov Safronova degan. O'shanda qanaqadir ichimda niyat bo'lgan, zo'r bo'lardi shular bilan ishlasam degan. Keyin yo'lga o'tganman. Design House ishlayotganimda men ko'p ishlarni qilayotganimda referens qilib olsam, Home Conceptdan olardim. Home Conceptdan referens olardim. И baribir ishlagisi keladi odam anaqa qilayotgandan keyin. И bir kun Home Conceptdan telefon bo'lgan. O'sha yerda keyin Ibrohim bilan mundoq ko'rishganmiz. Design House'dan сразу Home Concept o'tgansan. Mundoq ikkita yo'ldan bordik, oxiri mana Home Conceptda keyin ko'rishdik. Men просто san bilan adashtirardim. Men misol uchun o'sha Home Conceptga kirishdan oldin yana qaysidir firmada ishlagan deb kutib turdim. San bilan adashtirganman-da. Sразу Design House'dan Home Concept o'tkazgansan. O'shanda ayolim уже ishga kirganmidi yo keyin keldimi?
unda yo'q ishlardilar. ishlaydi. Ha, Ha, ishlardilar. ha, ha, ha. Sen anaqa ayolimdan oldin ishlarding. Ayolim keyin ishga kirdimi? Da. Ha, keyin biroq anaqa bilan sen ket. keyin men ham ketdim. Hmm. Xullas menda qanaqa bo'ldi? Coolroomdan keyin armiya, Mhm. armiyadan keyin Discovery Nest, Discovery Nestdan keyin Gradient Design sizlar bilan bir oy o'tirildi. Keyin o'tdan keyin Home Conceptga. Ha. O'sha Home Conceptda ishlayotgan paytim aytgan edim. Все, oxirgi firma shu. Chunki top Ha, ha. hisoblanadi, и Da. o'zini направленияsi bor, o'zini подходi bor ishga. Undan keyin qayerga borasiz? Da. Все, уже bu на вершинеda, уже qotib qolasiz, уже kerak emas. Bu yoqdan keyin уже o'zingiznikini ochishingiz kerak. Так, хорошо. Menimcha nima O'tib deydi? oldik, Tarix, tanishdan istoriya, o'tib tarix anaqa bo'ldi, zo'r bo'ldi. Давайте Kontrol byuro nazvaniyasi bor-ku. ha, 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 ha. O'sha qayerdan kelib chiqqanini aytmadik. Qayerdan kelib chiqqan? Menga anaqa qilganda Ibrohim bir kun ko'rsatgan. Unda hali firma ochish umuman ikkalamiz ochamiz degan narsa umuman yo'q. Yo'q, yo'q. Yozda bot. Yo'q, yozda emas. Bu undan ancha oldin bo'lgan. Da. Menga Instagramda ko'rsatganda akkaunt ochgan Ibrohim, kontrol byuro degan akkaunt ochgan. Otni zanimachi qilib. Da, otni zanimat qilib qo'yish uchun. Ha, 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 ha. Zo'r nazvaniya topdim degan Aha. kontrol byuro. Biz undan keyin 1 yildan keyin mana shu temani ochdik shekil. Bu mana shu kontrol byuro deb qo'yishimizdan oldin har xil anaqa nazvaniyalarni ko'rganmiz-da. Ha. Baribir manba qanaqadir chiroyli ko'ringanda, ya'ni ko'ngilga yaqin deydimi? Stilni did bilan zo'r nomiga gapirish mumkin emas. Dajichi yozgan edi-chi. Aha. O'sha yozuvdi vid yoqqanda. Ha. Ma'no yo'q. Anu, Men anaqa. bilgan ma'no nima o'tdi. Nimalar tekst mana shunaqa Chiroyli ketyapti. ketganda. И Photoshopda o'tirib, qarang tekstlar bilan nabrosk qilaman deb. Taq Anaqa logotip ham shart emas-da, nomini o'zi как Да, birinchi как logotipda. Abdurahmonga tashlab yuborganman. Abdurahmon, "Vau, zo'r." bo'ldi. Da. So, o'shandan keyin уже u yerda qotganmiz. O'zgartirib variant qilib o'tirmaganmiz. Dальше kontrol byuro bo'lib ketgan. И dальше nimadir ochiladigan bo'lsa, o'shanda aytilgan kontrol точка bor, точкаdan keyin o'sha narsa yoziladi. Misol uchun archiv ochilgan, ertaga nimadir yana ochilsa, kontrol точка nimadir. Dachernisi bo'ladi. Da, главный kontrol. Da. Atak meniki ham hozir yangi blogim nomi ham normalmi? 3D kurgan. Mana shuni so'ramoqchi edim sizdan. Ha. Nima bu? Qayerdan keldi? Men misol uchun 3D tushunarli, что 3D sohasi, chunki asosiy anaqa soham 3D bo'lgani uchun. И kurgan anaqa o'zbek o'sha eski anaqadan kelib chiqqan Qo'rg'onda. Qo'rg'on, turar joy, nima deydi anu? Ruscha qilib aytganda защитный batalyon anaqa kirishi yashash joyi, ishlash joyi o'shandan kelib chiqdi. И nomida ham misol uchun etnitskiy, o'zbekskiy, milliy anaqa bo'lgani uchun. Chunki boshlayotgan kontentim o'zi o'zbek tilida bo'lishni xohlaganman. Shuni hisobiga nomida ham qanaqadir o'zbek o'zimizdan milliy anaqasi bo'lsin dedim-da. Keyin ChatGPT ga yozdim. Menga logotip qilib ber dedim. Grafik dizayner Bu ham qiladimi? Logotip ham qiladimi? Otini yozsangiz rasm tashlab beradimi? Yo'q, mana prompt prompt emas. Xohishing aytasan, men aytdim, mana aytaylik bizani o'zbek milliy manaqalardan bittasi tubatika. Do'ppicha bor, do'ppichada qalampir, shunga o'xshagan ornamentura ga o'xshagan narsa bo'lsin, lekin minimalizm bo'lsin. Ortiqcha qanaqadir bo'lmasin, shalta-balta narsalar bo'lmasin dedim. Men xaki rangni yaxshi ko'raman dedim, oq rangni yaxshi ko'raman. Shuni oldida просто такой qattandir olgan, lekin bor ekan shunaqa o'zi. Chiroyli такой. И turburcha qilib qo'ydi-da, 3D, tipa kub bor 3D. O'shani qirali qildi. Bo'lmaydi dedim, men ozgina zakruglить qilib, mягкий qilib ber dedim. Bola osonniki. Yaxshi turibdi. Chiroyli. Ko'ramiz, keyinchalik bir yaxshi yurishib ketsa, balkim grafik dizaynerga bersa, zo'rmasa qilib beradi. Пока что. Так, давайте endi чтобы temadan nima deydi, bitta temada to'xtab qolmaslik uchun istoriyada oпрос o'tkazdim, savol berishdi-da. Yaxshi savol berishdi rostdan. Qurilishdagi reglamentlar va o'sha qurilish paytida kelib chiqadigan xatoliklar deb savol berdi. Menimcha bu yoqda sizlar ko'proq anaqa Bu yoqda nima deyishimiz mumkin? Bizda interyer dizayn. Shuni misol Da, qurilishli reglament degani bu menimcha kattaroq qurilishli narsa to'g'risida gap ketyapti. Chunki interyerda reglament degan narsa uncha yo'q. Bu yoqda
interyer remont ketayotganda u yerda qanaqa qilinadi? Prorab bo'ladi, o'zini zona ответственности bor unda, dizayner bor, uni o'zini zonasi bor, и заказчик bor. Все. Dizayn proyekt tayyor bo'lgandan keyin bu poyezd o'zi yurib ketaveradi. Siz xohlasangiz xohlamasangiz, chunki заказчик ko'chish kerak uyga и задача chiqaveradi, по мере возникновения hal qilinaveradi u narsa. Endi u yerda qurilish ichidagi paradoklari bor, tam birinchi demontaj qilinadi, keyin tam santexnikalar, keyin elektrika, keyin stяжка, keyin devorlar yoki devorni birinchi qilsa bo'ladi. Xullas u уже gaplashib, обсуждать qilib, o'zgartirib tashlasa bo'ladigan narsalar, u siz aralashmasangiz ham u yuraveradi. Dizayner uchun bu reglamentlarni bilib qo'yish kerak-ku, no, yodlab olib kirib olish kerak emas, chunki dizayner zadachasi boshqa. Ko'pchilik endi biz ham oldin anaqa qilardik, qo'rqardik, avtorskiy nadzor, voy qila olamizmi deb yurardik. Umuman qo'rqinchli narsasi yo'q. Faraz qilinglar, xuddi shu 3D proyektda qilgan narsalarni hayotda ham quryapsizlar. Bo'ldi. 3D dizayner, то есть dizayner, interyerniy dizayner zadachasi qurilishga borib, razmerlarni o'lchab, proyektni ochib, proyekt bilan mosligini tekshirib ketish. Ranglar, materiallar, mebellar razmeri, proyom, elektrikani ochib ketayotgan joyi, unitazda joylashtirilgan joyi. Xullas, mana shunaqa narsalarni tekshirib, proyektdan chiqib ketyaptimi, chiqib ketmayaptimi, o'shalarni tekshirib yurish. Bo'ldi. Qara, savol, men nima dedi? Formulировать qilaman. Aytaylik, endi sal nima desam, такой qiyin emas. Опасныйroq savol. Prorab o'zi kerakmi, misol uchun, agar? Da, kerak. Обязательно. Обязательно kerak. Kimdir kaltiyish kerak. Yo'q, prorab nega kerak? Siz har bitta usta bilan gaplashib chiqa olmaysiz. Obyekt bir xillarda katta bo'ladi. Har bittasi bilan qanaqa gaplashib chiqasiz? Prorab normalniy summa oladi. U summa bekorga olinmaydi. Prorab ham hozir kerakliligini, men nimaga kerakligini aytib ketaman. Hamma narsaga javob beradigan odam bu prorab. Siz hozir elektrikni qattandir topasizda, elektrik orqasidan quylab yurasizmi? Santexnik nimadir bizib ketadi, uni orqasidan quylab yurasizmi? Sizga udobniy emasmi? Bitta prorab qo'yib qo'yasiz, elektrikka ham o'zi topadi, santexnikka ham o'zi topadi. Tam 15 tushunadi. Tilni tushunadi. U zakazchikka ham tilni tushunadi, ustani ham tilni tushunadi. То есть most ikkita narsa, ikkita kontrast orasidagi bitta most o'ylab turadigan. O'shaning uchun prorabdan kerak deb o'ylayman. Arzimagan 15%, endi bir xilda 20-30 ga ishlaydi. Yo'q, men ham shunaqa hisoblayman. O'shaning uchun mana misol uchun, lekin bir xilda sal odam как бы ko'p dizaynerlar nomidan aytayman endi, xafa bo'ladi. Ko'p prorablar bir xilda sal noto'g'ri gapirib qo'yadi-da. Eshitganman-da. Dizayner o'zi nimaga kerak? Men misol uchun minimalizm uslubida ayniqsa endi bu dizaynni ko'radi-da, endi bu uslubda hali tushunish qiyinroq o'zi. Buni ko'rib bu narsani o'zim ham qila olardim. Shunaqa. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu to'g'risida? Mana shu to'g'risida qanchalik to'g'ri mana shu narsa? Yo'q, umuman noto'g'ri, chunki bu narsani o'zini mayli harakat qilib ko'rsa, bedizayner qilishga. Qanaqa chiqarkan? Qanaqa chiqarkan? Ko'raylik. Chunki bu stil, bu uslubni Zavor aka ham, anaqa Shuhrat aka ham zo'r aytib ketdilar. Buni o'zini tarixi bor. Asrlar davomida u narsa qilinmayapti. U просто так oqqa bo'yab qo'ysangiz, u minimalizm bo'lib qolmaydi. Bitta arxitektor akamiz ham shu gapni aytib ketdi-da, malyarlar qila oladigan uslub, minimalizm bu dizayn emas. O'qidim-da. Hayron qoldim. Chunki mana aytaylik, Yaponiyada o'zi ularning hayot tarzi minimalizm bilan bog'liq-ku. Yoki skandinavlarni aytaylik. Bular necha yildan beri, asrdan beri yashab kelayotgan, ularning hayot tarzi bu prosta dizayn emas, bu hayot uslubi-da. Bu narsani yo'qqa chiqarib turib, uslub emas, oddiy ustalar qila oladigan narsada borish ham xato narsa hisoblayman-da. Endi xuddi shu narsa, prorab o'zini o'rni bor, dizayner o'zini o'rni bor-da. Har bitta spetsialistda o'zini o'rni bor-da. Misol uchun biz ayta olmaymiz, qaysidir usta umuman kerak emas deb. Chunki o'sha usta узкий направленный shu joyda ishlayaptimi, значит, bizdan yaxshiroq qiladi-da u narsani. Shunaqa. Uni возможности bizanikidan ko'proq bo'ladi. Xuddi shu narsa dizayner tomonlama. Dizayner bitta proyekt, mana yana savolingiz bor edi, boya aytganingizda, bitta proyektga qancha vaqt ketadi deyilyapti. Вот, shunga agar qaytadigan bo'lsak, bitta proyektga agar misol uchun prorab o'tirib ishlaydigan bo'lsa, anta 4 ta qurilish ketyapti prorabda.
qaysi vaqt kim qiladi uni dizaynini? Mayli dizayn qilmaymiz. Devorlarni qayerdan qaysi logika bilan u devorlarni ochyapti, devor ko'taryapti-da, razmer beryapti xonalarga. Ergonomika qilyapti, stullarga, kravatlarga, boshqasiga. Qaysi vaqtda qiladi? Qaysi bilim bilan qiladi? То есть prorabni основном, да, endi dizaynerlikdan xabari bor, prorablar ham bor. Lekin aytamizki, dizayn ichida ishlab yurgan bilan farqi katta-da uni. U уже поверхностный bo'lib o'tib ketishgan, ularning fokusi ko'proq texnический tarafga ketgan. Texnadzor, tam malyar bilan ishlash, uni pravilalari bor, reglamenti juda ham ko'p. То есть prorabni olib kelib bir kun podkast qilsangiz, o'sha tushunmaydigan narsalaringizni gapirib tashlashadi. Ularning ishi ham oson emas. Xuddi shu narsa dizaynerga ham tegishli. Bizning ham ishda shunaqa joylari borki, bitta proyektni misol uchun 1 oyda qilish mumkin, to'g'ri? Lekin 4 oyga cho'zilishi mumkin-da o'sha narsa. Endi misoldan bu yerda hozir aniqlashtirib ketish kerak. 1 oy deganda endi ma'lum ob'yom ish ob'yomi bor-da, mana 100 kvadratli, 150 kvadratli kvartiralarni nazarda tutsangiz. Da, shunaqa. Ular misol uchun tez bo'ladi. Endi 500 kvadratli uylar bor. Sekin, katta landshaftniy dizayn bor, u boshqacha, katta жилой kompleksi fasadini обновить qilish bor, u boshqa ob'yom уже. Shunga qarab ketaveradi. Proyektni bitta srok etish, ko'proq deadline bizga foyda beradi, srok qo'yishimizga. Chunki bizga qo'yib beradigan bo'lsa, biz srok olmaslikni tanlaymiz. Endi bu dunyo unaqa dunyo emas, bizga hech kim unaqa возможность berib qo'ymaydi, o'shaning uchun. Lekin bo'lib turadi shunaqa proyektlar. Bo'lib turadi, lekin juda yaxshi emas. Da, bo'lmagani yaxshiroq. Da, srok bo'lgani yaxshiroq. Da. Chunki srok bo'lmasa klientning nastroyi ham boshqacha-da. Da. Vaqtimiz ko'p deydi. Bitta kichkina tam stolchaniga 100 ta variant so'rashi mumkin, tushunasizmi? O'shaning uchun srok bo'lgani yaxshi. Aytaman, bitta narsani aytib o'taman. Eng asosiy kamchiligi bu budjet masalasida. Misol uchun bu proyektni aytaylik, ma'lum bir summaga olgansizlar, $3000 deb aytaylik, qo'pol qo'yayotganda, bu narsani yarim yil qiladigan bo'lsanglar, umuman ana bunaqasi yo'q. Uni qiymati yo'qolib ketadi. To'ppa. Oyga hisoblasak, eng asosiy kamchiligidan bittasi shu bo'ladi. Narx tomonlama ham to'ppa. Da, anaqa degradatsiya ham bo'lib ketadi-da. Bitmaydi. Variant qilaverasiz, o'zingiz uchun qilaverasiz. Idealniy qilishga harakat qilaverasiz, уже to'xtash kerak. 3 oydan beri qilyapman. Allaqachon to'xtash kerak. Da. O'shaning uchun deadline-ga qarab srok qo'yilaveradi. Iloji boricha kichkinaroq srok olaveringlar, lekin klientga yetayotganda tam plus 50% qilib aytsanglar, menimcha spokойныйroq. Zapasga olgan yaxshi. Da, chunki kim hozir va'da berib, u vaqtga uspet qilmasdan uyalib o'tirgandan ko'ra, plan qilgan srokingizdan ozgina oshsa, mayli 25% kech qoling, lekin klient ko'zida siz 25% tezroq beryapsiz. Siz молодец bo'lib turasiz yerda. Muhim emas, qilib buni klientlar ko'rmasa. Yo'q, klientiga черный список qilamiz-da, men klientlar akkauntini beraman. Ko'rolmaydigan. Filtratsiya qilib qo'yamiz. Bitta tekshirib ko'raylik-da, hop. Anaqa. Bitta mana bu savol menga o'zimga yoqyapti. Ishlash texnikasi tartibi misol uchun rostdan ham nimadan boshlanadi? Sahnani boshlashinglardan boshlab, menimcha shu narsani nazarda tutyapti yoki hammamiz bitta variant aytsak bo'ladi, chunki hamma har xil. Da. Rahmoncha o'zinikini bersa. Birinchi siz aytib bering. Menmi? Ha. Menimcha Ibrohimda primerni bilaman. Birinchi misol uchun o'sha sahnani yaratib olgandan keyin sразу kamera qo'yib, sermat qilasan, освещение to'g'rilasan, to'g'rimi? Undan keyin detalizatsiyani ko'paytirib, oxirida o'sha rangga o'tasan. Shunaqa. Menda xir teskarisi. Hammasini yig'ib olaman. Hamma narsani yig'ib olaman-da. Endi bilmadim, bu narsani qanaqadir kasallik deydimi yoki fetish deydimi? Biz viportda o'zida hamma narsa уже teksturalari bilan tiniq ko'rinishi kerak. His qilishim uchun atrof muhitda, endi asosan menda eksteryer-ku, interyer уже ishlamay qolganman. His qilishim kerak. Misol uchun daraxtlarni har bitta ekilgan joyi, kustlarni joylarigacha ekilib, xuddi o'sha joylashganiga, umuman landshaftni dizayni chiroyli qilinganidan keyin o'sha joyga moslab turib kamerani qo'yaman. Kamerani qo'yaman-da, o'sha misol uchun o'sha daraxtlar ekilgan, kustlar ekilgan, kompozitsiyani to'g'rilayman. Undan keyin koronaskayni to'g'rilab, quyoshni qo'yaman kameraga nisbatan.
har bitta kameraga alohida qo'yish qo'yaman. Har biriga. Hmm. И plus kameralarning ichida har bitta kameraning o'zida anaqa bo'ladi. Alohida nastroyka bo'ladi. Yorug'ligi. To'lmaydi. Ekspozitsiya kamaytirilgan, temperaturasi kuchaytirilgan, white balance shunga o'xshagan. Kashf ketmaysiz. Yo'q. Удобный. Mana bitta to'g'rilab olasan. O'zi kadrlar eksterierni turar joy binolarida kelishilgan, soni ham bunaqa chegaralangan-ku. O'sha narsalarni to'g'rilab olgandan keyin bo'ldi. O'zgarishlar bo'lsa ham просто o'sha detallarni o'zgartirasan, yorug'lik o'sha qo'yaveradi. Bachka qanaqa qo'yasiz? Bachka qo'ymaysiz? Bachka qo'yma. Через plugin qo'yasizmi? Или yo'q, bach renderda o'zida anaqasini Настройкаlar. resolution mode degan plugin bor. Script Da. ishlatmaysanmi? Ha. O'sha narsa kameraga o'tib turib batch renderda qo'shib chiqsang, o'zi anaqasini to'g'rilab oladi. O'tib, ha. A nastroykasi-chi? A nastroykasi bachda o'zi просчитать qiladi kameraning ichidagi Ha, nastroykasini. unga tegmaydi. Quyoshchi? Quyoshda agar juda ham nima deydi, срочный ish bo'lsa, har bitta kamerada исключить chiqib chiqaman. Quyoshlar mana bitta o'ziga главный quyosh turgan bo'lsa, qolganini исключить qilib tashlayman. Agar misol uchun shoshilinch bo'lmasa, batch render emas, o'zi ko'pincha oddiy qo'yaman. O'sha eng zo'r o'zi. Chunki koronaskay bir xilda sal anaqa qiladi, o'ylanib qoladi. Keyin mana kamera turibdi, quyosh bunaqasiga qo'yilgan. Aytaylik, undan tashqari 5 ta quyosh bor. Bu kameraga o'tdi. Tushunishga ulgurmaydi. Qaysi quyoshga o'tdi u. Koronaskay hamma joyga bir xil bera oladi. To'g'ri, unaqa darajada katta kamchilik emas. Lekin художественный tomondan qarasang, конечно. O'shaning uchun batch render anchadan beri ishlamayman. Shoshib, nastroykangiz qiyin ekanda. Men batch qilmagan bo'lardim. Batch kamdan kam. Shu menda shunaqa. Endi Menda qanaqa? Mana siz aytayotgan narsangiz bor-ku, menda ham вообще ko'p bo'ladi. Men ham ko'pincha har bitta kameraga mana shunaqa отдельный quyosh qo'yardim. Hozir уже лучше har bitta kamerada alohida scena bo'ladi menda. Alohida ssenada ishlayman. O'sha ssenaga moslangan окружение, o'sha ssenaga moslangan render настройка. И mana shu как будто удобный. Lekin bitta anaqasi bor, arxivingiz shunaqa ko'p bo'ladi. Жесткий disk zavodi bor. Unda, mana buni ham yechimi oddiy anaqa хранилищeni katta qilib qo'yishing kerak. То есть, misol uchun disk bo'lsa, katta disk olib qo'yish. Da, o'sha katta. Oxirida proyekt tugagandan keyin arxivatsiyasi qanaqa bo'ladi u? Olib qo'yasan baribir sahnani. Mana har bitta o'sha misol uchun arxivingizda arxitekturani kameraga ishlangan, то есть kommersiy renderlarda aytayotganingizdek ko'p rakurs bo'lmaydi unaqa. Maksimum 20 ta deylik. Bitta Moskvada unaqa bo'lmadi. 20 ta deylik maksimum. И har bitta rakursimni oti bor o'ziga yarasha. View 1 misol uchun. Xuddi shunaqa naryoda View 1 degan arxivim bor. Bo'ldi, shunaqa qilib oson topib olsa bo'ladi. Anaqa, kстати, virtualniy disklardan foydalanasizlarmi? Ya'ni diskingiz? Bor, lekin foydalanmaymiz. Uni skachat qilguncha. Yo'q, ochib qo'ylar, tezligi shunaqa ishlayapti. Gigabit tezlikda skach qilyapti. Aytgan nima tashladi? Mana shu fayllarni tashladi do'stim. Men misol uchun diskimda joy olmaydi. Necha terabayt? Hech qachon o'chib ketmaydi, ha? Necha terabayt? Terabayt oldingiz? 2 terabayt oldim mana shu. Necha pul to'laysiz? 2 terabayt. Yiliga oldim. Esimda yo'q. $7 kichkina edi. $7 emas, lekin undan qimmatroq. 20 midi? Shunaqa bo'lsa kerak. Men skidkada olgan edi. Bu birda $3 mi? $7 ga aylangan. Keyin 1 yilmi, 2 yilga edi. Уже tugab bo'ldi. Hozir misol uchun biz o'zi plan qilgan edik, ichkarida tam papka sortirovka qilib, o'sha hamma arxivlarni yig'amiz, proyekt o'sha yerda bo'ladi. Tam Telegramdan tashlab o'tirmaymiz deb, встречаga borganda ham o'sha Yandex orqali kirib ochib beramiz degan narsa bo'lgan edi. Hozir ozgina o'tlab ketdi temadan. И qarasak вообще noqulay bo'ldi. Trello ishlatmoqchi bo'ldik, ishni sortirovka qilish uchun. U ham o'xshamadi. Hozir oxiri doska osib qo'ydik. Yopishtiriladigan stikerlarni olganmiz, o'sha yerda yozib ishlaymiz. Eng qulay shu o'zbekcha podxod ekan. Endi men o'zimni scena yig'ishimni aytib bersam, aytib bo'ldingiz уже. Anaqa Nimagaligini aytaman. Boshida shu korobka yig'ilinadi, kamera bitta chiroyli qilib qo'yilinadi, o'xshasa bitta kravat, agar spalniy bo'lsa kravatmi nimadir qo'yib qo'yilinadi, sermat и освещение qilinadi. Главныйsi kamera вообще zo'r bo'lishi kerak, uni Pinterestda kadrlarni ko'rasizlar, shunaqa uровеньda bo'lishi kerak, и освещение ham shunaqa uровеньda bo'lishi kerak. Bitta mana shu nastroy ushlab olasiz-ku, Pinterest uровень degan. Bitta o'shani ushlab olganingizdan keyin rangi to'g'rilayotganingizda ham
o'sha urovingga moslaysiz. Material, mebelni qo'yayotganingizda ham o'sha urovingga moslaysiz-da, har bitta narsasi mana shu birinchi qadamingiz agar качественный qo'yilgan bo'lsa, endi menda podxod shunaqa. Dальше ham ketaveradi. Chunki menda anaqa bo'lmaydi. Agar render sifatsiz bo'lsa, kamera sifatsiz bo'lsa, men ishlamayman-da u yerda. Ishxonada ham rosa aytardim. Ani preview ko'rsatishadi, черный render ko'rsatadi. Agar g'irt черный bo'lsa-chi, bundoq qarayman. Davay hamma narsani o'zgartiraylik degim kelib ketadi-da. Lekin bilyapman, izuminka bor, nimadir ishlangan u yerda. Yaxshi narsa в целом, lekin men kira olmayman-da u yerga. Men kirib olishim uchun menga chiroyli bitta kartinka kerak. O'shanda kirib maza qilib ishlab chiqib ketaman. Zo'r. Mana qaranglar, baribir so'diki, har bitta odamni o'zini ishlash sistemasi bor. O'sha ishlash sistemasini baribir boshqa odam uni tushuna olmaydi ham. Da. Unda ishlay olmaydi ham-da. Eng ko'p beriladigan savollar, eng ko'p qiynaladigan anaqalar temadan bittasida, ana sahna tashlab bering. Tashlab berganingiz aka nimaga menda o'xshamayapti bu narsa. Men xuddi o'sha sahnaga oldim, xuddi o'sha narsani qildim, lekin chiqmayapti. Mana shu savolga javob shuda. Yo'q unaqa narsa o'zimman. Anaqadan nima dedi, aytganingdek, zalotoy anaqa qonun qoida yo'q. Bu har bitta insonni o'zini nima dedi, agar surrealizm qilib aytadigan bo'lsa, DNKsiga o'tirgan narsa-da. DNK. DNKsiga o'tirgan narsa, bu narsani kimgadir uni nimadir qilib berib ham bo'lmaydi. Olib ham bo'lmaydi-da. O'shaning uchun aytganingdek, menga sahna keladi-yu. Aytadi, proyekt keladi chetdan. Sahna tayyor, ko'p ish qilish kerak emas. Narx-navoni tushirish uchun. Tushuntiraman. Sraz aytaman, menga bu narsa umuman qiziq yo'q. Sahna tayyormi, modeli tayyor. Men hammasini boshqatdan ishlayman. Uni tozalab tashlayman. Даже forestlarni. Forest sraz o'chib tashlayman. Chunki menda anaqa forestda ishlash prinsipi bir xil bo'lgan bilan uni ekib chiqish, keyin ekib chiqish usullari bor har xil. Odam o'ziga qulayini o'rganib olgan-da. Misol uchun o'sha narsaga moslashganim uchun men uni ishlagan prinsipida o'zgartirishga ketadigan vaqtimni o'zim yengildan qilib turib, shu narsani to'g'rilashga ketadigan vaqtim kamroq. O'sha eng zo'ri. Undagi xatoni har bittasiga kirib chiqqandan ko'ra вообще olib tashlab, yengil qilingan yaxshi-da. Mana shu narsani to'g'risi sizga sal chuqurroq savol bermoqchi edim o'zi. Mana so'rashadi, retsept deydimi, bilmadim. Baribir urovingiz juda baland sizni. Mana necha yildan beri ishlayapsiz, ancha-muncha odamga ustozlik qilgansiz. Misol uchun mirovoy urovingda ishlaydigan spetsialistsiz-da. O'zbekistonda sonli bunaqa odamlar. Xursand ketdi. Ancha bo'ldi bunaqa. Lekin real, по факту. Mana sizdan retsept so'ralyapti. Главный narsalardan deb nimani spiska qilib ayta olasiz? Misol uchun o'sha любой proyektni boshlaganda tupikka kiradi любой spetsialist. Birinchi boshlaganingizda bundoq qaraysiz, qo'rquv bosadi ozgina. Men qila olmaymanmi degan. Mana bizda ham по-любому bo'ladi-da. Haligacha proyekt olamiz, haligacha boshida mana shunaqa ozgina mandaraj bo'ladi. O'sha paytlardan qanaqa chiqib ketasiz? O'sha mentalni qaysi nastroykalar sizga yordam beradiki, topovый уровеньda olib chiqyapti oxiri ishingizni. Mana shu to'g'risida ham ozgina maslahatingizni bersangiz. O'zi lekin bor, to'g'ri, где-то aytaylik, boshlaganimga endi xudo xolasa 12 yil bo'lib qolsa kerak. Bir 3-4 yil oldin bor edi, ko'p bo'lardi bunaqa narsa. Vaqt o'tgan sayin hozir to'liq yo'q bo'lib ketgan demayman, lekin ancha yo'qolgan bu narsa. To'g'risi bor, o'sha momentda birinchi o'rinda o'zi bitta o'tiramanda ish boshlamayman. Behensga kiraman, arxitektga kiraman. Polni ishlarni ko'rib, ozgina anaqa bo'laman. Vdохновение deydimi, ideya deydimi, shu narsani ko'rib, o'zimga ozgina motivatsiya olaman. Bitta ish ko'rib juda zo'r qilishadi, bir xil ko'rasan, xo'l qolasan-da, o'zingni sal bechara his qolasan deb ishlarni ko'rganingdan keyin tan olish kerak-da. Zo'rdan zo'r ko'p, kuchlidan kuchli ko'p. O'zimizda ham bor O'zbekistonda unaqa bolalar. Xudo xolasa hammasini olib chiqamiz, ana yozishdi-ku. Bu anaqani olib chiqing, voqeani olib chiqing, Zafar Kamolov, hammani olib chiqamiz xudo xolasa. Mana mutaxassislar ko'p. Xo'p, nima demoqchiman? Короче, mana kirib olib turib o'sha ishlarni ko'raman. Undan keyin shunchaki miyamni o'chiraman-da, birinchi o'rinda nima qilaman? Sen aytingki, Abdurahmonda mana bu anaqa nima dedingsan? Soft skillmi? Hard skillmi?
o'sha narsani minimal qisqacha anaqasi bor. Sahnani, короче, ishlab chiqaman, o'tirib yasab chiqaman. Grup ishlab Grup ishlab chiqamanda, misol uchun landshaft dizayni bor, tayyor, gen plan chizilgan anaqada, PDFda. Men o'shani rasm qilib tashlayman-da tagiga. AutoCADga tashlab turib, uni liniyalarni olib bunaqa qilmasdan, undan sal zerikkanman. Shu sразу Maxga tashlayman, ustida ruchnoy chizib chiqaman. Zakazchimga aytaman. Menga deyman, bir hafta tegmaysan, mana shu narsani o'tirib ishlab chiqaman. kirib olaman ichiga deysiz. Aytaman-da, mana bu rezultat xohlayapsan, mana shu rezultatni xohlayapsanmi? Mana shungacha keladigan menda ish protsessi bor, shungacha tegmaysan deyman. Agar shunga rozi bo'lsang ishlayman deyman. Shu narsani nimagadir vaqt o'tgan sayin o'zimga zadacha qilib, o'zimga shu narsani qonun qoida qolganimdan keyin zakazlar ham shunaqa kelyapti. Yo, men bizga уже ertaga kerak, unaqa narsa. Unaqa yo'q. O'zi chiqsa sразу chiroyli anaqa qilaman. Yo, men mana shuncha vaqt qola olaman, uni tez qila olaman deb aytaman. Chunki libo bunaqa qilasiz, libo качественный emas narsa chiqib qoladi. Shunaqa. Chunki ertaga ular mendan nima dedi? Razjироваться qilib qo'yganidan ko'ra chiroyli xayrlashgan yaxshi. Ertaga chunki xuddi shunaqa shu zakazchilar chiqqan aloqaga. Boshqatdan. To'g'risi, yillar o'tib ketdi-da, aloqaga chiqib qoldi bezot mana shunaqa. Keyin o'yladim-da, demak bu yaxshi podxod bo'lgan ekan, yaxshi. To'g'ri podxod. Chunki siz ishchi kачествосini birinchi o'ringa qo'yib aytyapsiz-da. Misol uchun sizdan so'ragan odamlarga ham aytishingiz mumkin. Как maslahat sifatida birinchi очередda o'zinga to'g'ri качественный sharoit yaratib olgan. Shunaqa. O'sha bo'yicha ishlagan. То есть 3 kunda bitirish kerak desa, mayli aka deb qilsa, ertaga uni xunuk bitirib qo'yadi, lekin ichida bilyapti. Bu нереальный сроклigi, нереальный задачалigi, lekin pul uchun oladimi, ish uchun oladimi bilmadim. Значит, olish kerak emas ekan, to'g'ri tushuntirish kerak vaziyatni. Bu ekan, sразу o'tib ketish kerak. Endi boshlayotgan novichoklarga tegishli emas. O'zi unaqa vaqt o'tib o'zingizlarga уже opit olib, ish ob'yom olgan odamlar, endi boshlayotganlar ovurish kerak. Birinchi issiq sovuqlardan o'tish kerak. To'g'ri. Xato nimaligini bilish kerak. Biz ham xato qilishdan oldin bilmaymiz. Birinchi gap eshitish kerak-da. To'g'ri. Vashsha chiroyli bo'pti. Mana buni qaranglar. Uncha kinolarda nimalar chiqmaydi lekin. Yaxshi gap yo'tallagan joyingiz. Xursandman. Judayam zo'r. Kamerada menimcha backstage qilib to'g'ramiz. Tugaganda bundoq qilib ovorish kerak edi. Dajichi hozir ham payti kamerani tekshirib. Xo'p, savolga qaytadigan bo'lsak, boshida shu grup ish qilaman. O'zimga yoqadi, to'g'risini tan olaman. Liniyalarni chizib, mana bu trotuarlardagi izgiblar bor, o'shalarni yasab, keyin trotuarlarni, asfaltlarni setkasini topologiya bilan chiroyli qilib, o'rtog'im Sherzod o'shandan o'tgan. Tan olishim kerak. O'shandan o'tgan bu narsa. Mana shu narsani boshlab olganimdan keyin o'zi qanaqadir o'zi olib ketadi. Darish. Bu aytayotgan o'sha anaqa qanaqadir tormozlanish yoki bu narsa yopib ketadi o'zi. Olib ketadi. Olib ketadi. Boshlab olishdek. Nimadir qilishni boshlash. Grubiy narsadan boshlab olaman. Уже sal qiyin narsadan o'tib olganingdan keyin ketadi. Главныйsi birinchi referens bilan vdохновиться qilib olish, keyinchisi boshlash. Yopib ketadi. Yana bitta narsa, mana misol uchun uydagilar ham juda yaxshi bo'lishadi, ko'p anaqa nima, xafa bo'lishadi. Mana shunaqa joyga ko'p chiqaman. O'zim prosta kelaman-da, mashinamda kelaman, narsalarni hammasini olib olganman, tashlab, yurib kelaman. Chunki bilasizlar, zelenni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rsam anaqa bo'lib ketadi. Nima deydi, maza qilaman-da. Qo'polib chiqib ketardi, aytmadim. Rahmat, men o'sha tushundim. Maza qilaman. Shu narsadan maza qilib olib, o'zimga уже energiya oldim. Qaytib boraman-da, o'tirib, уже ko'rgan narsalaringni, mana bu o'simliklaringni anaqa qilib turib, ketdi, yo'g'i tortib ketadi. Shunaqa. Tak, bu yerda hozir nima bo'ldi shunda? Ishlash tartibi bo'ldi. Ishlash tartibi. Bu yerda savol paydo bo'lsa shunda o'zingda, ha? Qanaqa edi? Sizga лично. Bu narsani o'zingizlar qanaqa qilgansizlar? Sizlar. Tak. Ma'lum. Ancha bitta o'zi ketasizlar. Tak. Qanaqa edi? Hozir eslab oling. Xullas, любой proyektni boshlaganda, misol uchun kamera qo'ydik, tam proyekt planirovka qilinyapti, boshqa qilinyapti. Tupiklar bo'ladi. Dальше qanaqa yurishni bilmay qolasiz. O'sha paytda men uchun eng главный narsa
endi hozir zakazchilik ko'rsa kattalik bo'lib qolishi mumkin. Zakazchilik ko'rmasligini men xohlagan bo'lardim bu narsani. Чисто o'zimizni между нами и bizani sohadagi odamlar uchun etilayotgan narsa-da bu. Eng главный narsa любой etapni качественный qilib o'tkazish. То есть обмер bo'ladimi? Hozir endi agar interyer dizayn bo'yicha gaplashamiz. Agar vizualizatsiya, keling vizualizatsiya bo'yicha gaplashamiz. Faylni oldingiz klientdan. Kir bo'ladi u fayl, og'ir bo'ladi. Дальше ishlab ketish kerak emas. То есть faylni oldingiz, o'zingizga to'g'rilaysiz, tozalaysiz uni. So, ikkinchi etap kamera qo'yasiz. Birinchi etap hozir cho'rnavoy bu kamera oddiy qo'ysa ham bo'ladi degan narsa bo'lmaydi. Качественный, топовый, maksimalniy уровеньda kamera qo'yasiz. O'shanga qarab, kamerangizga qarab освещение qo'yasiz. Maksimalniy качественный уровеньda. Shunaqa qilib yaxshi уровеньda ketursangiz, oxiri o'sha tupikingiz ham bo'lmaydi. И главныйsi bizada ham shu yaxshi muzika qo'yib olasiz, качественный и reference. Referensiz bilmadim, men ham proyektga kirishim qiyin, hozir aytganingizdan keyin meni xayolim keldi. Har doim bitta proyekt ochib olgandan keyin men uni настроениясini o'zimga представить qilish uchun Pinterest, Behance hammasiga kirib ketamizda, и Purref ochib qo'yganmiz, hammasini tashiyveramiz yoqqa. Mos tushyapti shunga deysiz-ku, bitta referensga. Все, mashina olasiz, tashiysiz, oxiri bundoq qarasangiz 50 ta 100 ta rasm yig'ib qo'ygan bo'lasiz. Tomosha qilib o'tirasiz, bo'ldi. Brauzerni yopasiz. Max'ni ochasiz, katta qilib Purref ochib qo'yasiz ikkinchi monitorga. Рабочий rejim yoqadi. Kirib ketasiz. Bo'ldi, mana shunaqa qilib уже hal bo'ladi u narsa. Zo'r. Anaqa. Siz ham bo'lsanglar, mana misol uchun men referens ko'raman-ku. И bir xilda zakazchiklarim ham jo'natib qo'yadi-da, men bunaqa narsa xohlamayman yoki anaqa deb. И men nimagadir bilmayman, bu o'zimga kaprizimmi, nima deydi, qanaqadir anaqa xarakterimmi. To'g'ri, ishlarim bir xil мировой уровеньda zo'r anaqalarni уровеньda bo'lmasligi mumkin, lekin o'zimni почеркim bor, o'zimni o'sha podacham bor. Baribir o'shanga olib boraman. Zakazchga ham referensi boradi, o'zim ham yaxshi ish ko'raman, lekin baribir o'sha o'zimni почеркim bo'yicha, o'zimni stilim bo'yicha ishlayman. Chunki menga bu o'zimga yoqadi и bu narsa ham tez, vaqtlar davomida sinalgan, praktikadan o'tgan. Chunki nimaga ana klientga jo'nataman-ku, qanaqadir nimadir yoqmadi, bunaqa narsa bo'lmaydi. Chunki mana o'zimga yoqyapti bu narsa, o'zimda shu narsa anaqa paydo bo'ldi. Birinchi o'rinda o'ziga aytganingdek, o'zingga yoqqanidan keyin ikkilanish bo'lmasa, klientga ham yoqadi. To'ppa-to'g'ri. Ikkilanish bo'lish kerak emas-da. To'ppa-to'g'ri. Shu narsani o'zimga anaqa qoldim, qonun qoida. O'shaning uchun kimnidir почеркiga qarab emas, o'ziga vashcha zo'r narsa mana shu. Zo'r narsa aytdingiz. Yana shunga qo'shimcha qilib aytishim mumkin. Aytadi, klientga yoqmasa-chi degan qo'rquv turadi-da mana bu yerda. Nimadir qilmoqchisizda, o'zingizga yoqyapti, mazza qilasiz shuni qilsangizda, lekin xayolingizda bor, klientim buni tushunmaydi deysizda, yoqmaydi unga deysiz. Faraz qilinglar, klientingizga bu 100% yoqmaydi. Siz qilayotgan narsangiz, sizga yoqayotgan narsa, klientingizga klient 100% yoqtirmaydi u narsani, 100% sizdan переделка so'raydi. Все qilish kerak. Mana shuni qabul qilgan holda zo'r narsa, o'zingiz zo'r deb bilgan narsani qilasiz, ko'rsatasiz. Eng strashniy narsa nima? Eng qo'rqinchli narsa. Klient keladi, menga yoqmaydi, men buni o'zgartirib ber deydi. O'zgartirib berasiz, kerak bo'lsa-da, topshirasiz. Zato portfolioyingizda мощный o'zingiz faxrlanadigan narsa qoldi yo'q. Ya'ni nima edi? Xohishingizga qarshi o'zingizni nima edi, siqib qo'yib ishlamadingiz-da, o'zingizga erkinlik berib yubordingiz-da. Qo'lingizdan kelgan eng zo'r narsani qildingiz-da, zato ichingizdagi tvorческий bolangiz xursand bo'lib qo'lingizda kechasi. Ani kechasi bilan qiynab chiqmaydi va sen klient aytganini qilyapsan, faqat men aytganimni qilyapsan deb urush bermaydi. Shunaqa. Da, zo'r. Zo'r javob bo'ldi. Tak bitta anaqa ko'raylik. Sverka. Tekshiraylik. Savollarni ko'ring. Bir ikkita yaxshi savol berildi. Realizmga qanday erishsa bo'ladi? Realizmga qanday erishsa bo'ladi? O'zingiz ayting. Realizmgami? Bu ko'proq proyekt bilan, kommersiya proyekt bilan bog'liqli joyi yo'q bu narsani. Bu narsani faqatgina o'zingizlardan vaqt ajratib, o'zingizlar uchun qiladigan ishlar bo'ladi. Художественный ish, reference. Bironta zo'r chiroyli proyekt tanlab, Behancemi, anaqa, Arxdeylimi
ko'pincha arxitektorlardan tanlash kerak nimaga u yerda realniy proyektlar bor realniy proyektlar и o'sha yerda realniy fotolar bo'lgandan keyin u yerda realizm kuchlida shu narsani o'zingizga referens qilib olsanglar renderda hech qachon referens qilmanglar bu katta xatolardan bittasi rasmni referens qilinglar и shu narsani birga bir takrorlashga harakat qilib mayli boshida chiqmasin qiyin bo'lsin lekin shu narsaga urinib o'zinglarni anaqa izlanishga o'zinglarni undaganinglardan keyin mana shu urinishlar keyinchalik anaqalarni oshirib boradi realizmga nima deydi sifat darajalari shunga olib boradi bu eng man biladigan bilimim yetadigan manimcha juda ko'p рабочий sxema shu referens qilish ish proyekt mana bir proyekt yo'q shunaqa vaziyatlar bo'ladi misol uchun bekorchilik bilan shug'ullanmasdan yo o'yin o'ynab turinglar man anaqa qarshiligim yo'q lekin hadam emasda bir xilda bo'ladi ishliginglar kelyapti nimadir qilginglar kelyapti boshqa hech narsa yoqmayapti shunchaki olinglarda o'zinglar uchun zo'r proyekt tanlab turib o'zinglar uchun qilinglar u yerda hech qanaqa klient kaprizi yo'q hech qanaqa bir anaqa yo'q hech kim mumkin emas degan narsa yo'q reglament degan narsa yo'q xato bo'ladimi bo'lmaydimi yoqadimi yoqmaydimi o'sha eng zo'r narsa vaqtingdan qizg'onmanglar bu narsa mana misol uchun ko'p bir xillar o'ylaydi vaqtimni bekor yo'qotaman undan ko'ra tirikchilik shu narsani oshirsanglar sifatinglar oshsa uni o'rniga kelgan orqasidan qancha katta summali proyektlar keladi bu xudo xohlasa bu katta summali proyektlarni temasini alohida vebinarga olib qo'yganman o'shaning uchun и bitta anaqani narx navoni qisqacha rakurs bo'yicha ishlash ozgina aytib ketaylik manda bir ikkita o'sha narsa bo'yicha ideyalar bor tushuntirish bo'yicha sizlarda qanaqa misol uchun podkadr bo'lganda bo'lgandami bu informatsiya berilmaydi lekin aytishimiz mumkinki jahon bozoridagi narsa shunaqa yevropaga zakaz qilinadigan bo'lsa o'rtacha $1000 bitta kadr общий kadr птичка emas oddiy kadr там arzon joydan topadigan bo'lsangiz eng arzoni 200 larga topasiz ko'chada и u yog'ini solishtirasiz $200 ishni ochib qo'yingda $1000 ishni ochib qo'ying $5000 ochib qo'ying kerak bo'lsa qancha pul topginglar kelyapti shu уровеньni yasanglar и o'sha pulni topasizlar menimcha endi biz $5000 olmaganmiz bitta rakurs uchun shu kungacha и o'zi birinchi o'chibdi o'sha уровеньga birinchi chiqib keyin narx da shunaqa misol uchun menga 5000 bersa keyin qilib berardim shu rakursni degan narsa bo'lmaydi siz birinchi portfolio uchun o'sha rakursni qilib bering даже shu rakursni siz realniy zaказчикка bo'lishi mumkin $500 ga sotishingiz mumkin undan arzonga sotishingiz mumkin bu sizni faqat mayli vkusingiz faqat o'sha referens bo'yicha yasagan narsangiz mayli u ikkinchi planda lekin siz как professional o'zingizni qanaqa tutasiz proyektga vnikать qilish qanchalik sizda kuchli просто o'sha xuddi o'sha ssenangizga mana bu domni qo'yib qo'ysangiz u rezultat bo'lmasligi mumkin bo'lmaydi ham sizni как специалист tekshirib oladi любой developer shunaqa bitta ishlab ko'rasiz arzon qilib berasiz kerak bo'lsa и o'zingizni ham tekshirib olasiz o'shandan keyin уже anaqa ularga ham isbotlaysanda o'zingga nimalarga qodirliging to'g'ri главныйsi sizlar nima problemani hal qilayotganinglarni o'zinglar uchun hal qilib olinglarda и o'sha narsani klientga taklif qilish kerak то есть biza ham o'sha pojarnik olov o'chiradi doktor odam tuzatadi o'qituvchi dars beradi a biza chiroyli kartinka bilan marketing yaratamiz reklama uchun xuddi rasmiy и chiroyli qilingan arxitekturani biza o'sha уровеньda qilib ko'rsatib beramiz klientlar uni nima desa bo'ladi toza formatda tomosha qilish uchun emotsionalniy tomosha qilish uchun bitta ko'rib все men buni sevdim deb yuborishi uchun biza sharoit yaratib beramiz shunaqa to'g'ri man misol uchun mana o'zimiznikilar bilan ishlab ko'rishga harakat qildim и shunaqa bo'ldiki tanish kompaniya firmalardan iltimos tushdi qilib bering yordam bering dedi ho'p хорошо narx navo qanaqa bo'lyapti misol uchun necha pul beriladi deganda eshitdimki что kadrga $250 dan ishlashayotgan ekan bizada и man сразу aytdim bu judayam kam summa bunaqa narxga уже 5 yil bo'lib qoldiki hech qaysi anaqada ishlamaydi birinchidan bo'lishi mumkin eng kami $400lik narx navo bo'lishi mumkin и то bu ham уже past anaqa hisoblanadi dedimda shundan tushunib yetdimki что bizada narx navoni anaqasini ko'tarish kerak qanaqadir misol uchun past bo'lib qolgan ekanda chunki mana bu sohada ishlayotgan odamni o'zi tushunadi buni qanchalik darajada katta mehnatligini
mana misol uchun bitta eksperiment bo'ldi. Rossiyadan studiya aloqaga chiqdi. Eng katta xatolarimdan bittasi o'ylayman vizualizatsiya studiya ekan. Vizualizatsiya zakaz qilyapti-da endi. И $250 beramiz dedi. Ну, men kam dedim-da, unaqa qilolmayman. Xo'p, хорошо, bitta test ishlab ko'raylik dedi. Bitta kadr zakaz qilib ko'rishdi. И o'sha $250 qilib beraman. Agar misol uchun ishim sifati yaxshi bo'lsa, qanchalik yaxshi bo'lsa, shunga qarab turib narxini ko'tardi. Shunaqa bo'ldi. $250 ga kelishdim. Sahna jo'natishdi. O'tirdim. Xuddi o'sha o'zimni uslubim, o'zimni anaqa podxodlarim, o'zimni podachamni render qilib jo'natyapman. Keyin ketdi. Mana bitta daraxtdan chain yumshoq, qattiqroq bo'lib qolibdi, yumshatish kerak. 300 metr naryoqda binoni derazasining ichida pardalar sal xira ko'rinib qolgan, oynani sal ochartirib ichida pardalar ko'rinsin yoki mana bu derazada odam qarab turgan bo'lsin. Mana bu parda attenkasi mamnunroq bo'lsin. Ketdi-da o'sha. Ketyapti ana spiska korrektorga qarayapman-da. $250 kadrga-da. Keyin голосовой jo'natdim. 1,5 minutmi? Endi o'tirmay tushundim. Tushundida keyin sahnani oldimda jo'natib yubordim. Pulni nima qilamiz? Pulinglar kerak emas menga. Sahnani shunchaki beraman. O'zingizlarga kerakli o'sha mutaxassis topib olinglar dedim. Ishlab ko'ringlar dedim. Men buni ishlayman. Hech qanaqa ishlamayman, menga pulinglar ham kerak emas. Shunchaki sizlar bilan test ko'rmoqchi edim. Tushundimki, что просто xatoligini o'tmadinglar. Yo'q, mana o'zi xatolardan bittasi, mana eng katta xatolarimdan bittasi o'zi vizualizatsiya studiyaga ishlash kerak emas ekan. SNGda, tем более. Endi misol uchun men bu narsa buni kimnidir pastga urish shunaqa emas. O'zi SNGda ozgina narx-navo pastroq ekan o'zi. Anaqaga analiz qilinganda, Yevropa pastga qarab ketganda, Avstraliya tomonga qarab ketganda narx-navo katta ekan, juda ham Avstraliya eng dahshat ekan. Narx-navosini ko'rib tushundim. Что ko'tarish kerak ekan. Вот. И shu narsani ko'pchilikga maslahat qilgan bo'lardimki, что bunaqa xato qilmanglar, iloji boricha vizualizatsiya studiya emas. Yo'q, ishlash kerak. Misol uchun o'zingizlar taniydigan, aytaylik, qadriyatlari to'g'ri keladigan, menga o'xshab turib, nima desam ekan, o'zini podachasida qilib turib ertaga ularni o'zini pochirki bor, kelishmovchilik bo'lib qolmasligi uchun. Xullas, siz bilan ishlasa bo'ladi. Boshqalar bilan ishlash mumkin emas. Bo'ldi. Shunday xatolar bor. O'zi bunaqa kommentariy bizga ham berib turishadi, lekin yaqinda ham bo'lganda bizni bunaqa tvorческий anaqa kommentariyalar qabul qilmaymiz deb aytdi. То есть bizga zakaz berildimi? Biz oldik bu proyektni, bizani видение bo'yicha qilinadi. Pochirkalar bo'yicha. Agar ham tvorческий mana bitta bunaqa bo'lsin, mana bitta bunaqa gulcha chiqib tursin, deyiladigan bo'lsa, biz aralashmaymiz. Yaxshi. Mana shu yaxshi narsa. Вот, o'zi bu narsani aytishimdan maqsad nima? Narx-navoni, misol uchun nima desam ekan, juda ham katta anaqasi bor-da, ta'siri bor. Aytaylik, o'shalar $1000 agar taklif qilganda shu rakursga qilib berardim. Albatta qilib berardim. Lekin bitta rakursga $250 anaqa berib turib, yana uni misol uchun bir hafta davomida uni o'zgartirishlarni qilib, talablarni juda katta qo'ygan anaqa qilayotgan odam tushunmayman-da. Ishlayotgan odamlar qanaqa tirikchilik qilyapti? Qanaqa o'zini anaqasini eplayapti? Mana shunga hayronman-da. Shuning uchun $250 arzon xullas. Bitta kadrga. Narx oshirib kerak ekan ular. 250 dan ishlash to'xtatam. Shu studiya bizga edi yoki? Yo'q, просто anonimdan anaqadan chiqar edik. Fake akkauntda yozgan edim. Keyin qaranglar, bitta narsa bo'ladi-da. Endi bu ish anaqasidan kelib chiqayotganman-da, bo'lgan voqealarda. Shunaqa voqea bo'ldi. Men aytdim-da, karakurs bo'yicha ishlamayman. Men ish ob'yom bo'yicha. Misol uchun mana shu piyoladagi ob'yomli ish bo'lsa, mana shu piyoladagi ob'yomga narx beraman dedim-da. Unga nechta rakurs so'raysizlar, menga qizig'i yo'q. Endi nima deydi, пределах разумного deganda ruschada aytganda, ana chegarasi bo'lish kerak-da. Aytaylik, tam o'zi 30 ta rakurs yetadigan joydan 50 ta so'rash xato. Uni aytaman. Men misol uchun mana shuncha shu rakursga shuncha summa, shuncha rakurs qilib beraman deyman. Nima qilishadi? O'zligicha analiz qilib, mana aytaylik, $3000 anaqa 10 ta rakurs $300 qilib berar ekan. Bo'pti, bizga mayli 30 ta rakurs kerak emas. 10 ta rakurs kerak emas. Bizga 5 ta rakurs qilib bering deydi. 1,5 mingga. Shu sirligini qarang.
xuddi ana man endi miyamga hozir bitta narsa keldi, pitsa-da. Pitsani aytaylik, 30 santimetrlik pitsa. U narsani o'zi nima ekan 8 ta bo'lakga bo'linishi yoki 30 ta bo'lakga bo'linishi aloqasi yo'qda. U bitta pitsa, o'shani pitsani narxi o'sha summa, aytaylik 120 ming so'm, uni 30 taga bo'lasanmi, 8 taga bo'lasanmi, 2 taga bo'lasanmi? Kilogramm bir xil. Bir xil o'sha produkt anaqa ketgan, o'sha masalliq ketgan, o'sha mehnat ketgan, o'sha semistoyimiz. O'sha qorin to'yadi. Ha, o'sha qorin to'yadi. Chiqmasa, ular shu narsani shunaqa qilyapti-da, bo'lyapti-da, kichkinagina ishni ko'chirikchasini olib turib, bizga shuncha qilib bering, shu 120 ming so'mdan 3 ming so'm beraylik. Har bitta qarindoshingiz ovqatni qilyapti o'sha. Shunaqa. Pitsasiz qilyapti. Bu endi qanaqadir bir noto'g'ri narsa deb o'ylayman-da. Endi Qancha hamma rakursga qattiq har xil. O'shancha rakursga ishlamayman, to'g'risini Yo'q. aytsam. Ha. Rakursga ishlaymayman deyman. Bu mana shu summani beringlar, men sizlarga qilib beraman aytaylik, 15 ta rakurs kerakmi, 20 ta rakurs kerakmi, 50 ta rakurs kerakmi? Kompyuterimiz yaxshi. Render vaqtda unaqa katta emas, oldin u narsalar yo'q ketdi o'sha. Kunlab render. Ha, kunlab render. Hozir 15 minutda bitta rakurs tayyorlayapti-da o'sha. Necha razрешениеda qilasiz? O'rtacha 5 ga, Ha. bir xilda so'raydi, 9 ga, 10 ga ham so'raydi. Endi ular Ular rakursi kamroq bo'ladi. Kech payt qo'yiladi. Yo, ham unaqa rakurs so'rashadi-yu. Ular unaqa ko'proq kadr so'rashmaydi. Chunki ular nimaga asosiy katta bitta общий kompozitsion rakurs olishadi, жилой kompleksga hamma narsa ko'rinadi. O'sha yerda o'zida istoriya ko'rsatiladi-da, hayotiy. Shu mana bir жилой kompleks, mana bitta ozera bor, mana bitta детский площадка, qanaqadir bitta istoriyani ko'rsatib berish kerak bo'ladigan rakurs bor. Uni o'zi umuman bitta kadrda o'zi yetadi-da. O'shanda razрешениеda 9 ga, 10 ga, chunki bannerga qo'yishadi, reklamaga berganda o'shancha katta rakurs so'rashadi. Unaqa paytda o'zi mayli aytaylik 5 soat, 6 soat qilsa ham bemalol. Tim bo'li hozir mana korona anaqasini tushunib oldik biz, ishlash prinsipini, algoritmini. Razрешение qanchalik katta bo'lsa pikseli, piksel ichida piksel soni ko'p-ku. Dinoz esa bilsanglar, o'sha har bitta pikselni shumini, urvinini yo'qotadi-ku. Ichidagi piksel kichkina bo'lgani hisobiga shum bor-ku. Katta anaqada razрешениеda bilmas ekan. Naborot tezroq proshyot bo'lar ekanda. Misol uchun 5 noise levelda 5 kada, 6 kada уже bilinmas ekan почти. Zo'r narsa. Bitta anaqa Abdulloh o'rtog'im bilan bitta narsani noise bilib qoldik. Corona 12-versiyani 2 update 30%, 40% tez render qilayotgan ekan. Shunaqa yangilik bor ekan. O'shanga hozir o'tish anaqasidaman. Yangi kompyuter yig'ib как раз o'shanga сразу Max bo'lgan-a? Ha, chiqib bo'lgan. Sketch tayyorlab qo'ydim. Max ham yangisini сразу sanab qolmoqchiman yangi kompyuterimga и сразу hamma narsani yangilarini o'tib. Конечно, hammasi платный. Da. Без пиратства. Hammasi ofitsialni sotib olingan. Bemalol o'sha cheki ham bor. o'zi hozir olsam qoldi. Через Turkiya olsa bo'ladi bemalol. Indie qilib. Biz напрямую olamiz. CG Pierce'dan. Da, sarkazm o'tdi hamma uchun-da. Tak, menimcha endi bitta o'sha tema ochmoq kerak. Undan oldin bitta anaqani aytib ketaylik. Endi boshlagan yoki hali ko'p ishlamagan odamlarda ko'pincha kuzatiladi. Bu meni o'zimda ham bo'lgan. Keraksiz narsaga ko'p vaqt ketkazish. Obyektda, o'sha ssenada umuman kadrda почти ko'rinmaydigan narsaga ko'p vaqt ketkazadi ko'pchilik. Shunaqa. Ko'pchilikda bor. Lучше men aytaman, grubi hamma katta объемni yasab olish kerak. И srokka yaqinlashayotganda oxirgi решенияni berishi oson bo'ladi keyingisida. Shunaqalik. Ana o'zi художественный anaqada ham birinchi katta kitda ishlanadi. Nima deydi? Grubi mazok deylarmidi? Xullas o'sha mazokda ishlab, общий объемda chiqarib olinadi. Keyin уже burunlari, qoshlari. Da. Даже o'sha oxiriga yetmay qolsa ham bitta kartina уже soyalari bilan уже tayyor turgan bo'ladi. И общий bitirish ham oson bo'ladi u narsani. Общий bundoq ko'rganda his qiladi. Ko'radi. Ощущение bor. Ja mayda ishmi, ko'rinmaydimi, qilmay ketsa ham strashniy bo'lmasligi mumkin-da. Kim mana bu kartinangiz yarmi idealda, Da, qolgan bitmagan. Anu rasm bor, otni boshi idealni chizilganda. Orqasidan ruchkada chizib qo'yilgan. Shunaqa. Yo, men o'tgan galgi podkastda ham aytib o'tdim, yo'qmi? O'shaning uchun men ptichka rakurs bor, ptichka rakursda alohida sahna qilaman.
pastki rakurslarda detalizatsiyali rakurs alohida sahna qilinadi. Hmm. Chunki ptichkada bilasizlar, ko'p narsalar ko'rinmaydi. U hech kim e'tibor ham bermaydi. Vaqt ortiqcha vaqt ham ko'chalarning resurs ham. ichidagi palasalar ko'rinmaydi, Ha. uni ichi yonida turgan mashinalar, odamlar Ko'rinmaydi. почти ko'rinmaydi. Zo'r narsa bo'lgan, haqiqatdan yaxshi narsa aytdi. Yana bitta narsani ochmoqchi edim, bitta mavzuni. Kurs bo'yicha. Siz misol uchun juda ko'p kurslar chiqardingiz. O'quvchilaringizni ham ko'rdik, qanaqa urovingga chiqqanini. O'sha o'zingiz nega bu ishni qildingiz? Nega kurs qilishga yetib keldingiz? Qanaqa maslahat berasiz misol uchun? Qaysi kursingizni olib ko'rsak, bizani ham darajamiz shu sizni renderlaringiz uroviga chiqishi mumkin. O'zi ikki xil anaqa kurs chiqdi-da. Birinchisida eksteryer bo'yicha, lekin kichkina объемda, aytaylik qanaqadir dom uyda, o'sha uyda chiroyli qilib, художественный chiroyli, ko'zga yoqadigan ozgina fotorealizm o'ta chuqur emas, chunki meni maqsadim kursda odamlar bu narsani o'rgab ortidan tirikchilik qilishadi-da. Meni maqsadim shu edi. O'shaning uchun fotorealizmni ham ozgina hisobga olib, lekin ko'zga yoqadigan, vaqt ko'p ketkazmaydigan kurs qilgan edim. Aytaylik, nechta odam oldim. Agar interyer bu yerda kursam, menda tan olaman, interyer bo'yicha unaqa darajada kuchli mutaxassis emasman. Tan olishim kerak. Ikkita o'tirib o'shancha, tем более sizlarni oldinglarda. Ya. Sizga prosta emas. Chiqdingiz-ku, to'xtatlaring meni, to'xtatlaring. Yo'q, unaqa. Kiyimlar bilan. Internet kursi bonus sifatida ketdi aslida yo'da. Ekstra kursim olganligi. Lekin bo'ldiki, что faqat interyeringiz o'zini bering. Aytdim-da, menda unaqa darajada qanaqadir super anaqa emas, lekin shunaqa bor ekan. Rahmat hammasiga shunaqa yaxshi anaqalar bildirishdi. Именно interyerda men qiladigan подачка bir xilga yoqar ekan. Endi men to'g'ri balkim bu narsa qanadir bor narsadir, lekin хорошо dinda ularga arzon qilib, o'sha interyer o'zini ham sotdim. Общий qilib hisobga olsak 120 tacha odam oldi o'tgan kursimni. Juda yaxshi bor. Spros katta edi. И foyda olishyapti. Shunaqa. Ortidan mana misol uchun o'rganishdi, ko'p hargacha yozib turishadi, aka rahmat deydi, ishlarimni jo'natishadi. Chet eldan zakazlab olishyapti, tirikchilik qilishyapti. Xursand bo'ldim. Haligacha misol uchun yaqinda kurs chiqarganingizda ham o'sha постоянный kurslaringizni oladigan bolalar ham kelib olyapti. Значит, o'rtacha уровень bo'lgan bolalar, даже yaxshi уровеньda ishlab yurgan bolalar ham ko'rsa, foyda olib, o'zi uchun nimadir o'rganadigan informatsiya oladi. Albatta. Men misol uchun hozirgi yangi chiqargan kursimni o'zi ko'pchilik hali tushunmadi nima kursligini. Buni sizlar yaxshi tushunasizlar, chunki sohada ishlaysizlar-ku. Turar joy binolarini vizualizatsiya qilish sohasi o'zi boshqa tema. Boshqa tema. Da. Ko'pchilik katta объем. Bo'ldi, всё. O'zaki qaraydi-da. Everest cho'qsa, vot eng baland dunyodagi bo'ldi. Yoqqa chiqish qanchalik qiyinligini, nimasam, yoqqa borish istoriyasi qanchalik darajada uzoqligini faqat biz bilamiz-da. O'shaning uchun ham webinar qilish maqsadim bor, yo'da chiroyli qilib to'g'ri tushuntirib bermoqchiman. Bu kursimni sotib olsa, aytganingdek, hozir biz qilayotgan katta объемli ishlarni olib, nafaqat bizda, asosan menimcha chet bilan ishlagan hozir zo'r. Bizda ham kuchayyapti. Adashdim. Bizda naborot kuchayyapti. Endi kuchayyapti rostdan. Bizda mutaxassis katta. Spros katta, mutaxassis kam rostdan ham. Narxni ham ko'tarilish boshlaydi deb o'ylayman, xudo xolasa. Уже o'tda spetsialist ko'payadi, уровеньlar ajraladi. Da. U yoqda rangdan narx kelib chiqadi. Shunaqa. Misol uchun eshitayotgan odamlarga shu keyinchalik shu sohaga kirib, жилой komplekslar, katta gостиница, mana shu katta объем, городокlar, rayonlarni vizualizatsiyasi, marketing vizualizatsiyasini qilishni o'rganmoqchi bo'lgan odamga men misol uchun tavsiya beraman, kurslarni olib o'qib chiqishi, chunki u yoqda faqat освещение, faqat tvorческий emas, u yoqda noldan boshlab qanaqa podxod ishlash kerak, faylni qanaqa optimizatsiya qilib ishlash kerak, chunki shunaqa tank kompyuterlar ham bor, 128 gigabayt tam operativka уже standart bo'lib qolgan. Shunaqa kompyuterlar ham, katta video kartasi bor kompyuterlar ham ko'tara olmaydi bir xil fayl. Da. U odamni ishlayotgan etikasiga bog'liq. O'sha narsalarning hammasi misol uchun kurs ichiga menimcha kirib ketadi. Yo'da o'zi boshida to'g'risini aytaman, tan olaman, bu kursni qilgim kelmadi. Chunki bu narsaga kelish uchun, to есть bu kursda ko'rsatib bergan narsam aslida o'qiyotganlar bilishadi. Mana aytaylik, bu hozirgi o'ringa kelish uchun
kam narsadan o'tmadik-da, Ibrohim. O'zing ham bilasan. Nima narsalar yedik, nima narsalardan qo'ydik, qiynaldik. Shu narsalarni yig'ib bitta chiroyli kurs qildim-da. O'zi qiyin kelmayotdi, ikkilandim, chunki baribir bunaqa katta kurs narxi ham yaxshi bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Ko'pchiligiga sal og'irlik qilishi mumkin, sotuv ham kam bo'ladi. Riskda o'zi. Shunaqa. Katta risk. Ko'pchilik shuning uchun mana shunaqa объемni kurs qilishga qo'rqadi. Lekin bu yerda bitta narsani aytib ketaman. Bu просто qanaqadir kurs emas, bitta xonani qilib sotilgan narsa emas. Bu bitta biznes model sotilyapti. Shunaqa. Sizlar bu narsani bu kurs o'qib chiqqandan keyin уже qo'lingizda bitta tayyor kasb bo'ladi. Tayyor kasb. Qanaqa ishlashdan tortib, qanaqa bitirishgacha ko'rsatib berilgan narsa, faqat ko'rib, o'rganib, xuddi shuni praktikada bitta bajarilsa bo'ldi. Bitta arxitekturniy объемный vizualizator tayyor degani. Narxi, там $2000 bo'lsa, 1500 bizaga reklama uchun. Endi toshing necha foiz? 500 bularga. Endi toshingdan necha foiz hozirgi reklamaga ketyapti? Fantastik qiladi. Zo'r, rahmat, haqiqatan juda chiroyli anaqa bo'ldi. O'zi misol uchun hozir o'zingni kursing haqida nima nima deya olasan? MK chiqardingmi sen? MK chiqqaniga 1 yildan oshdi. 1 yildan oshgan u kursga. 1 yil, 2 yil. 2 yil bo'ldi. Endi u joyda nima ko'rsatilgan? U juda ham узкий master klass. Geometriya bilan ishlashmas. Misol uchun dizayn to'g'risida hech qanaqa informatsiya yo'q u yoqda. U yoqda bor narsa qanaqa? Har xil настроениядagi освещениyani yaratish interyer bo'yicha. То есть spalnyada qanaqa qilsa to'g'ri bo'ladi, oshxonalarda, gostiniyda qanaqa har bitta xonani o'ziga yarasha настроенияsi bo'ladi, o'shanga yarasha освещение qilinishi kerak. Har xil qiyin vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun oynasi yo'q xonalar ko'pincha suxoy chiqib qoladi odamlar renderi. O'sha narsadan qanaqa qilib to'g'ri foydalanib, chiroyli kartinka olib chiqib ketish mumkin. Misol uchun garderobniy xonalarda bo'lishi mumkin. Parda bilan yopilgan oynasi. O'tda qanaqa освещение bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Shunaqa interyerlar bo'ladi, panoramniy oyna bo'ladi. Ishlab ko'rgan odamlar biladi, juda problemli narsa. То есть panoramniy oynada ko'pchilik o'ylaydi, chiroyli освещение bo'ladi. Nabarot, juda qiyin o'tda ishlash. Kontrol qilish uni juda ham qiyin. Освещение пересвет bo'lib ketib qolaveradi. Пересвет bo'lgan to'g'rilasangiz, naryoq qorong'i bo'lib ketib qoladi. Har xil o'tda yana endi ko'rgan odamlar menimcha biladi, ichkarida sekretniy informatsiyalar ham bor. Встроенный pluginlar men qo'shib berganman. Именно o'sha освещениyani testi uchun ko'p HDR kartani tashlab yuborasizda, kech payt batch renderga qo'yasiz, ertalab har bittasini bunday aylantiradi 15 gradusda. Oxirida sizga bitta papkada 250 ta render chiqarib beradi. Bunda bitta ko'rib chiqasizda, u yoqda yozilgan bo'ladi, даже qaysi HDR, qaysi gradusga aylantirilgan holatda turibdi. Xuddi yoqqan rezultat bormi? Все, tashlaysiz, ishlatasiz. То есть juda zo'r narsa. Eng qizig'i bor, o'zi узкий направление kurs ekanda, lekin eng asosiy narsa ko'rsatilgan ekan. Ana interyerdagi eng problemli asosiy zavodi anaqa nima deydi? Qonun qoidasini ko'rsatilgan, qiyin joy ko'rsatilgan. Misol uchun yozib turishadi, shogirdlar yana kurs chiqarasizmi, chiqsa yana olamiz, u yoq bu yoq deb turishadi. Rezultatlarni ko'rganimizda yaxshi, bolalarda o'sish juda ham katta bo'lgan. Men misol uchun ko'rib juda xursand bo'lganman. Endi hozir vaqt bo'lmayapti, o'shanga boshqa kurs olinmayapti. Xudo xolisa hozir bitta o'zgarishlar bo'lishi kerak. O'shandan keyin menimcha boshlab yuboramiz endi kurslarni chiqarishni. Lekin mana bu освещение kursi haligacha ham aktualniy. Juda qiyin vaziyatlardan chiqib ketish ko'rsatilgan, restoranning освещениялari ko'rsatilgan u yoqda. Imashlar katta объемlarda qanaqa ishlash ko'rsatib ketilgan. Agar qiziq bo'lsa, o'sha ssilkani qoldiraman, qoldiriladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Direktga yozilsa, men informatsiya berishim mumkin. Именно bu videodan kelgan odamlar uchun promkod biz Kurgan 3D Kurgan deb yozilsa, 50% skidka. 50% skidkada kurs beriladi. Uni qimmat emas. Da, o'zi narx-navosi zo'r, haqiqatan aytganingni bildim. Yo, zo'r anaqa qisqa ko'rsatilgan, lekin kerakli narsa o'rgatilgan ekan. Zo'r. Faqat novichoklar uchun emas. Da, bunisi ham borligi. Uni o'tish kerak. Tak, menimcha tugatsa, lekin bitta narsa savolim bor edi.
manimcha xudo xohlasa dalishi eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bo'ladi har bitta mehmonga. Chunki bu mani eng qiziqtiradigan savollardan bittasida. Aytaylik, xudo xohlasa yaxshi niyat, zo'r katta kompaniya olib ketdinglar, такой $1,000,000 Да. studiya Xudo xohlasa. ya'ni misol uchun прикольно tuyulishi mumkin, lekin yaxshi niyat. Да. Chunki bu narsa fantastika ko'rinadi, lekin shu narsaga harakat qilib bunaqa ketyaptimi? Ha, yaxshi. Bunaqa mehnat bilan, bunaqa shiddat bilan zo'r ketsa, odam bemalol chiqsa bo'ladi aslida. И o'zi biznes boshlashdan maqsad ham o'sha darajaga chiqishda. Shuda boshqa nima? Da. Shuncha qiynalib o'rgangan bilimimizdan foydalanib bunaqa dohodga chiqmasa yoki bunaqa o'ringa chiqmasa nima foydasi bor? Вот, и shunaqa o'ringa chiqdinglar deylik, xudo xolasa. И mana shunaqangi joyda men anatdan короче, dacha yer oldinglar-da. И shu yerga uy qurishinglar kerak o'zinglar uchun, orzuyinglarga. И bu qanaqa stilda bo'ladi? Interyeri qanaqa stilda bo'ladi? Umuman o'zi arxitektura qanaqa stilda bo'ladi? Tasavvuringlarda o'zi qanaqa uyda yashaginglar keladi? Ikkalanglarga ham savol. Rahmat. San o'ta qurilish bilan opiting ko'p. Men lekin haligacha mana hozir misol uchun uyda remont boshlangan, to есть qurilish boshlangan, hozir pauzada, baribir davom etish kerak. Men haligacha lekin bilmayman qaysi stil menga ko'proq yoqadi, chunki har xil stilda ishlaganingizdan keyinchi mana bu stil, meni stilim mana anaqada ko'p eshitaman. Men hozir o'zim o'shanga o'xshash gap aytib qo'ydim. Men lekin hech kimdan olib aytmaganman. Kommentatorlar aytadi-da, futbol sharhlaydigan kommentatorlar. Men bu klubga balet qila olmayman, men bu klubga balet qila olmayman, chunki men ko'p futbol ko'rganim uchun men qaysidir klub o'zi yoqtirmayman. Menga futbol yoqadi. Da. Shunaqa. Zo'r savolni ko'rdinglar, qiyin-da. Misol uchun juda ko'plar rostdan bu narsani bila olmaydi, bilmaydi ham. Imенно o'zi yashaganida nima stilni xohlaydi-da. Men aytgan bo'lardim, o'zimnikida hech qachon qilinmagan stil. То есть o'zimning stilim, da, eksklyuzivni hech kim ko'rmagan. Может, hech kimga yoqmas, lekin shunaqa niyat bor, qilganga yarasha вообще boshqa narsa qilish, hech qachon ko'rilmagan narsani qilish. Agar shu kunga yetishsa. Xudo xolasa. Men o'zimga keladigan bo'lsam, interyerda to'g'risini aytaman, nimagadir ispanskiy stil bor-ku. Ispanskiy stilda aytaylik, asosan naturalniy materiallar ishlatilgan, suvoq bo'ladimi, tosh bo'ladimi, kirpichmi, yerlarda brushatkalar, interyer ichida bu. И mebellar bor-ku. Yumshoq такой пышный mebel bo'ladi. O'tirganingda ichiga ketasan yoki anaqa qilgan. Pletlar qo'yilgan, такой светлый, потолокlarda balkalar yog'ochlar ishlatilgan. Mana shunaqangi etnitskiy ark hozir asosan shunaqa uslub bilan birlashtirishyapti. No, lekin men ko'proq baribir toza haqiqiy etnitskiy stilni yoqtiraman. Ko'rganimdacha, mana shu uyda yashagim kelardi. Menimcha shunaqa qilaman deb o'ylayman. Oppoq, asosan oppoq devor, oppoq потолок. И qanaqadir kontrastniy yog'och balkada mebel, chiroyli такой oranjoviy etnitskiy anaqa yostiqlar, настроениyani ko'taradigan. Men o'ylaymanki, yillar davomida oradan 20 yil o'tsa, joningga tegmaydi deb o'ylayman-da. Har gal ko'rganda uyga kelsam, uyutni, shinamlik. Men shuna xohlagan. Moda emas, uyut. Da. Men trend orqasidan yugurmayman. O'shagan narsangiz главныйsi mana yurgan joyingiz, oyog'ingiz teggan joy, sezadigan joylar. O'sha joylar главныйsi yaxshi, uyutniy, naturalniy, качественный, da. Shunaqa bo'lsa yoqtiraman. Chunki u narsa ham umuman yillar davomida ishlasa bo'lmaydi-da. Chirimaydi ham, qanaqadir anaqa. Ximiya ham aralashmagan, to'g'ri qimmat. Naturalniy. Lekin biz hozir aytamiz-ku, urinib shunaqa darajaga chiqqan. Joy olib turib quryapmiz-ku, to'g'rimi? Bizimiz ko'p o'zi. Yaxshi niyatda, xudo xolasa hamma shu anaqaga erishsin. Yaxshi niyat. Misol uchun men o'ylayman, bu stereotipni yo'qotishimiz kerak, oldindan qolib ketgan. Ko'rpaga qarab, yostiqiga qarab, oyoq unaqa narsa emas. Harakatga qarab qilish kerak, niyatni ham qilish kerak-da. Alloh yetkazadi. Shuning uchun lekin arxitektura uyda что-то minimalizm, no, lekin naturalniy daraxtlar bilan, naturalniy materiallar bilan ishlatilgan Frank Lloyd uyiga o'xshagan bo'ladi. Shunga o'xshagan uy xohlagan bo'lardim. O'rmonning orasida
tabiatni qo'ynida tagida anaqa daryo o'tib voy kiyiklar sakrab yurgan. O'zbekistondan ketdilar. И yana bitta zo'r savol, o'zim endi qiziqadigan narsalardan nima mashinani yoqtirasizlar? Biroq mana aytaylik, yana shunaqa o'ringa yetib keldik. Ferrari misol uchun, La Ferrari oladigan darajada, misol uchun nima mashina uyingga mana shunaqa uyingga qanaqa mashina qo'ygan bo'larding? Bu ham bitta chiroyli niyatda, nima desam ekan. O'sha olgandaman sizni. Da. Bitta aylantiramiz. O'sha olinsa bitta aylantiramiz. Syurpriz bu. Ya bo'lsa bu savol yo'q-da, просто anaqa uchun yumor uchun qo'shib ketadi. Ya men aytsam bor, hamma anaqa deb o'ylaydi. Nimasi ishlashga majbur ekan. Ya men to'g'risi xohlayman agar yaxshi sostoyaniyaga chiqsam, uyimda не только bitta mashina, alohida chunki aytolman-ku, tashqari anaqaga chiqishlarni yaxshi ko'raman-ku. Обязательно bitta off-road bo'lishi kerak. Off-road bo'lishi kerak ekan. Qolgan mashinani bilmadim. Именно shunaqa mashina bo'lishi kerak ekan. Любой joyga chiqib keta oladigan, poходga chiqib ketadigan mashina bitta kerak ekan. Zo'r lekin narsasi kerak. Chunki mana men misol uchun hozir qayergadir bormoqchi bo'lsang, qiynalasan-da, bormi odam olib To'g'ri. Bir mamlakatga chiqmoqchi bo'lsangiz ham Da. zo'rda chiqib ketaverasiz. Juda chiroyli lokatsiyalar, вообще ko'p. Am rakurs qaraydi, bu narsani. Shunga mana qarab o'tiraman deb, вообще chiroyli. Oyam chiqdi ancha ko'rsam deysiz-chi. Ko'rinmaydi. Rasm olsa bo'ladi, ancha zo'r chiqadi. Lekin taymingga qarang, вообще chiroyli. Tugashiga ham zo'r. Xudo xolasa. Qanaqa tugatamiz? Anaqa. Menga kerak bo'ladigan ma'lumotlardan bittasi shu narsani aytsak, menimcha shuni tugatsak bo'ladi. Mehmonlar kimlarni chaqirsam bo'ladi? Kimlarni maslahatlar berasizlar? Qanaqa yaxshi narsalar bor? Yetib ketgan bo'lardim Amaliyani chaqirishni. Amali keyin gaplashib qo'ydim, xudo xolasa. Ular ham mehmoni bor, o'zi bilan taklif qiladi. Chaqiramiz, обязательно. Zo'r. Men o'zimnikini aytdim. Sen? Bizani sohadagi menimcha toplardan bittasi Sardor Nurali. Обязательно u ham bor. Sardor Nurali. Молодец. Juda ham kuchli bola. Sardor Nurali bilan Serdar Murad keluvliksin chaqirish kerak. Menimcha ular Serdar Murad ular hozir kollaboratsiya qilishgan menimcha, agar hali ham ketayotgan bo'lsa, kuchli tandem bo'lgan. Menimcha ularni ham bitta chaqirsa zo'r, chiroyli podkast bo'ladi. Faqat bu yoqqa olib chiqmang, bu yoq bo'ldi, bu yoq bizani joy. Yo'q, har bitta anaqada lokatsiyani o'zgartiraman. Bu yoq kontrol byuroni joyi. Anaqa patentovlash qiladi. Faqat sotga chiqasiz. Serdar Murad zo'r. Tak, iloj bo'lsa, o'g'il boladan ko'proq aytadi, chunki qiz boladan ikkita kontrastni o'zi odam kelyapti. O'g'il boladan yana boshqa qizlar bo'lsa ham yaxshi. Chunki ajralish bo'lmasin-da. Faqat o'g'il bola bor ekan, chunki yaxshi qizlar ham bor deb o'ylayman. Ko'p. Yaxshi mutaxassislar. Hozir o'g'il bolalarni ichish kerakmi, qizlarni? O'g'il bolalardan aytaylik, chunki yana kim bor? Kimdan yaxshi taniysiz? Zafar Kamolovni aytishdi. Yozib qo'ydim, xudo xolasa. O'zim ham taniyman, gaplashib turaman. Ishlari zo'r haqiqatan. Voy, yana bor. Arkdan bolalarni chaqirish kerak. Rustam, xudo xolasa arxitektor, Rustam arxitekt. Vizualizatsiyalarni qotamiz arkdan. Ularda yana главный arxitektor borlar-ku. Bor ekanmi yoki Farruxmi? Bor. Begzodmi? Begzod aka-da. Begzodda anaqa qildim. Menim shu Sardor aka bilan Begzodga ham chaqirish kerak, zo'r bo'ladi. Ular misol uchun tandemda ishlashadi-da ular ham. Bir-birligisiga o'tib ketdi, уже chambarchas bo'lib ketganda sohaligiz. Menimcha yaxshi suhbat bo'ladi ular bilan. Begzod Qodir bilan anaqa bo'ladi. ukamda uni. Eshitosdan qarar ekan, уже zo'r odamlar taklif qilyapti. Zo'r odamlar, unaqa demang, nima odam bo'lyapsiz? Begzod arxitektordan chaqiramiz. Tak, Abduqodir bor. Abduqodir bilan interyer to'g'risida ancha narsani gaplashdik. Abduqodir bilan yana o'sha yerda Muso bor. Muso bor. Bizga rosa futbolda yutqazishadi shu ikkita bola. Mayli, хотя бы shu sohada intervyu berib kelsiz. Ulardan ham zo'r narsalar chiqadi. Abduqodir ham ko'p narsadan o'tgan bola. O'zi suhbat anaqasi ham zo'r, gaplashgan. Bilimi kuchli. U bola bilan ko'p narsa olsangiz bo'ladi, chunki Abduqodir o'zi ko'p o'rganadi, ko'p o'qiydi. Qachon qarasangiz qanaqadir kurs ko'tarib yurgan bo'ladi. Hurmat misol uchun. Kursim olmoqchi edi, qarar ekan. Xudo xolasa. Anaqa Ibrohim bilan
Abdurahmondan eshitdik. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Da, agar Kimlarni? kimnidir aytmagan bo'lsak, Da. xafagarchilik. Hozir misol uchun esimizga ham kelmayotgan bo'lishi mumkin-da. Da. Xayolimizda. yoki yomon ko'rishimiz mumkin odamlarni. To'g'rimi? Da, bo'lishi ham mumkin. O'shanga kommentariyada yozib qoldirsanglar Da, bizga ham qiziq misol. Juda ko'p O'zbekiston juda ham hozir ko'p gullab chiqayotgan spetsialistlar, menimcha Ko'p kontent ko'p bo'ladi siz uchun ham, Xudo ko'rayotgan odamlar uchun. Так. Menimcha da, endi sekin tugatsak ham bo'ladi. Вот. Nima deb yakunlaymiz endi? Rahmat deysiz eshitganim uchun. Hammaga rahmat. Xudo xolasa hammasi joyida, zapislar hammasi yaxshi ketdi deb umid qilaman. Chunki aytganimdek bunaqa lokatsiyada xatoga variant yo'q. To'g'ri. Elektrikda anaqa ishi bilan. Zaryadlar ham уже 3, 2, 1 bo'layotgan sostoяние hozir. Da. Xudo xohlasa bu birinchi bunaqa formatda, yangi formatdagi birinchi podkastimiz. Chunki keyinchalik yana niyatim bor. Taklif qilishdi-ku, aytaman, Trudi klub zo'r narsa-da. O'shancha agar klub sozdat qilinib, odamlar qo'shiladigan bo'lsa, miz deb aytaman. O'shancha ko'pchilik anaqasida shunaqa niyatim bor. Вот. Nafaqat 3D vizualizatsiya yoki anaqa, balkim boshqa temalarni ham olib chiqamiz. Arxitektura sohasi juda katta o'zi. Arxitekturani juda ko'p narsaga ta'sirli joyi bor-da. Chunki arxitektura o'zi boshlanishi tarixi eng katta sohalardan bittasi-da. Mировой уровеньda ham yuqori уровеньda turadigan soha. O'shaning uchun yo'nalishlari ko'p, har xil mutaxassislar bor. Shaharsozlik, aytaylik, urbanistika, misol uchun dendrologlar bor, landshaftlar bilan ishlaydigan mutaxassislar bor. Именно o'sha узконаправленный tema bo'yicha-da, shunaqa odamlarni ham chaqiramiz, xudo xolasa. Webinar o'tkazib turamiz. Webinarda sizlarni ham taklif qilaman. Nimadir qiziqarli narsalar qilsak bo'ladi. Nimaga o'zi bu narsaga keldim, bu qarorga? Qarasam, yoshim 32 ga kirdi. Yoshim o'tib ketyapti ekan. Men o'ylayman, bilmadim, sizlarga qanaqa fikr? Yetarli darajada o'zimda shunaqa opit paydo bo'ldi. Odamlar bilan aloqam yaxshi, ko'pchilik bilan tanishman. O'zimni ko'proq olib chiqmoqchiman. O'sha bizani sohamizdagi kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni, temalarni chiroyli qilib, yangicha formatda hamma qiladigan banal emasda, mana shunaqangi lokatsiyalarda yoki boshqa narsa qiziqarli podacha bilan olib chiqmoqchiman. Hamma bilan tanishtirish. Shunaqa, misol uchun, studiyada ishlaydi, zo'r mutaxassislar bor, hech kim ko'rmagan. Kim o'zi odam, hayotda yuzi ko'rinishi, misol uchun, qanaqa inson, qanaqa podxodda ishlaydi. Maqsad shu xullas. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Har gal mana shunaqa необычный lokatsiya tanlashga harakat qilaman. Outing uchun endi baribir biz dizaynerimiz, 3Dchimiz, hudожникмizku. Podachamiz ham o'zgacha bo'lishi kerak-da. Da. Sizlarga rahmat. Sizga rahmat. Sabr qilib, rozi bo'lganingiz uchun bunaqa joyga keldik. Taklif. Oson lekin. O'zingiz olib tushasiz mana bu narsalarni pastga, men boshqa ko'tarmayman. Shuncha narsa olib tushasiz. Stolda olaman. Shunday o'zim tushib ketaman. Sizga katta rahmat. Bekzod aka, omad chaqirganingiz uchun glavnisi juda katta rahmat. Mazza qilib gaplashdik. O'zanchadan beri ko'rishmayapti deysiz. Shu bahona endi ko'rishib tursak ham menimcha zo'r bo'ladi. Ayniqsa Abdurahmon bilan ancha bo'ldi. Men oxirgi payt вообще ishga berilib ketdim. Bo'ldi, o'tlamaymiz. O'tlamaymiz. Keyingi safar agar betga keladigan bo'lsanglar, qalinroq kiyim olinglar. Chunki bunaqa payt o'sha sovuq bo'lar ekan. Tog' tepasida bor. Xudo xolasa keyingi anaqalarda ko'rishib qolamiz. Xayrlashdik. Nima desam, televideniyada yoki anaqada chiqadiganda xayrlashmaymiz. Shunda просто tugatamiz, короче. Sog' bo'linglar. Давайте.